Assalomu alaykum, dunyoning orqasi yerida yashayotgan aziz vatandoshlar, hammanglarga fidoyi do'stlar, Ahmad Qashqaridan o'tliq salom, oliy ehtirom. Bugun diqqatingizga oldingi kuni biz suhbat ilib berib, 20 da to'xtab qolgan yoki vaqt munosabati bilan to'xtashga majbur bo'lgan suhbatning davomi. Ya'ni Najmiddin Sharif qarindishimizdan o'tirib qo'ygan Sharq Turkiston Cumhuriyet Partiyasi haqidagi mazmunlarni texnik chuqurlashtirish uchun tekrar ekranga keldik. Ekranimizda Najmiddin Sharif kardeşimiz. Esselamu Aleyküm Necmi efendim, hoş geldiniz. Aleyküm esselam. Programını tekrar başlaşıksa mecbur kapkaldık. Ey vurmay. Allah razı olsun vaxtlarımızda. Allah bereketli kıplasın. Ben gepten uzartmay. Bayatın mezmunlarıma nesivedar boğan kardeşlerden tamamlansın. Eslidikiler programı ötep getildi. Xoş, biz aldın qatımlıq söhbətdən kin ortaya çıxan Cumhuriyetler Partisi, yani Şərq Türkistan Cumhuriyet Partisi haqqındakı düşüncələrimizdə təxmin bir çuqurlaşdırış, tanışımızın təxmin mükəmməlləşdiriş üçün tələblər oldu. Bunun üçün bizim illərdə bəgə vaxtımızda bu bir bölüş xarakterlik yenilikdək tuyuldu bizə. Bu vaxtki sizin düşüncənizdən başlasaq, mərhəmət. Belki çeteldeki siyasi faaliyetlerine nispeten yenilik tuyuluş mümkün ama vatandaki siyasi faaliyetlerine nispeten bu yeni emas. 80'li yıllardaki yoki 70'li yıllardaki hesap qilmagan taqdirda 90'li yillardan başlasak 92'nchi yil biz vatanda qurgan Sharq Turkiston Taraqqiyot Partiyasi 94'nchi 90'da qurilgan Sharqiy Turkiston Haqqoniyatchilar Partiyasi onundan keyin Xotanda qurilgan Sharq Turkiston Demokratlar Partiyasi qatorliq partiyalardan bir yil bo'ldi ki bu partiya qurish va partiyani partiyalashtirib o'tmanish qatorliq bu tashabbus xili burunlar vatanda boshlangan. Ammo vatandagi inqilob bilan bizning chet eldagi inqilobimizning asosan munosabati yo'q bir holatda davomlashayotgan yillarning yoqi. Ammo chet elda bu partiya atalg'usi bilan tunji qatim vatanda partiya qurib turmida yetib chiqib chet elda etmaganligi tunji qatim shunaqa bir yangilik bo'layotgandek bilingan bo'lishi mumkin, ammo bu yangilik emas. 10 yil 20 yil burunlar vatandagi siyosiy tashkilotlar özünü pişirip biz partiya qurmay turib siyosiy hayotimizni tartibga solmayotganmiz degan tarzda boshlab ketgan, ham pishib yetilgan tashkilotlarning xilofdonlarini bilaman. Bu gaplarni deyishning zaruriyati yo'q. Şoň hozir men oldingi qatim takrorlab qo'ygan gapni deyishning o'rni yo'q, faqat partiyani tunishtirishni boshlab ketsam bo'ladi. Tamam. Slaydni boshla. Bu bizning partiyaningki vaqtliq bir logosi. Yani bunun etrafida rang ve umumiy qurilma jihatdan birinchi Cumhuriyetning davlatgarligiga taqlid qilingan. Ammo bizning g'oyamizning asosi vatanni cho'rdab markaz qilgan bo'lg'achqa vatanning xaritasi bizning asosiy haqliq ideyamiz sifatida chambarning ichiga ilingan. Ma chambarning umumiy shakli bo'lsa BDT'ninki davlat bayrog'idagi, BDT'ning bayrog'idagi zaytun shaxi. Naq o'zi shu. Agar bu slayd bir kino shaklida bo'lgan bo'lsa, yulduzda ayrim har birisini ayrim tushuntiradigan, vatanning zemini ayrim qiladigan va atrofidagi zaytun shax ayrim qiladigan shaklda bo'libdi. Ammo zaytun shaxni biz degandek bu 20 yilda mevverdigan narsa bo'lg'achqa uzunda bu bir tinchlikning simvoli sifatida BDT tarafidan qabul qilingan, BDTning bu bizning vatanning o'rnida BDTning umumiy xaritasi va yer sharining umumiy xaritasi bor. Ko'pchilik bilsizlar balki. Endi bu xil xarit shakli Bosniyada bir qatim qo'llanilgan, Bosniyaning xaritasini g'olatda, Kosovoda bir qatim qo'llanilgan, Arliqda Kambodjada bir qatim qo'llanilgan. Ya'ni BDT tarafidan kontrol qilinayotgan vaqtida shu zaminning BDTning bayrog'ining rangi asosiy bayroq rangi qilinib turib o'tmanilgan. Endi biz ham bizning ikkinchi Cumhuriyetning davlatgarga o'xshab ketadigan, ham BDTning bayrog'iga o'xshab ketadigan bu xil shakl orqali o'zimizning ham birinchi Cumhuriyetning varis ekanligimizni ifoda qilmoqchi bo'ldik. Ham yana bir jihatdan bizning BDTga a'zo bo'lishimiz va BDTning asosiy prinsiplarini himoya qilish asosida birlikdan bir partiya ekanligimizni aytmoqchi bo'ldik. Partiyaning nishoni mustaqil o'z-o'ziga xo'j bo'lgan, so'z erkinligiga kafolatga ega bo'lgan haqiqiy Sharq Turkiston Cumhuriyetini qurib chiqish. Bu yerda haqiqiy degan gap andoq saqchiqan davlat degan gap, chunki dunyoda nurg'un cumhuriyetlar bor, ammo ular saqchi cumhuriyet emasdan Xitoy Xalq Cumhuriyetiga o'xshash. O xalq cumhuriyeti emas o. Faqat Kompartiyaning cumhuriyeti bo'lishi mumkin, ammo unisi notayin. 86 milyon adam yetaklayotgan davlatga emas, balki nayt az sondagi
davlatning huquqini monopol qilib olgan kon inqilobchining oila tabobatının qo'lidagi bir davlatga o'xshab ketadi. Partiya a'zolarini ichirib oshqayotgan, turma kirayotgan nurg'un odamlarni ko'ryapmiz. Demak, hatto bir partiyaning davlat emas u. Shunga biz uningga o'xshash bir saxta jumhuriyat emas, balki haqiqiy Yevropada biz ko'rayotgan, yashayotgan bir jumhuriyatlarga o'xshash haqiqiy demokratik prinsip asosidagi jumhuriyatchilik prinsip asosidagi bir davlatni qurib chiqishni o'zimizning siyosiy nishon qildik. Endi bundaq siyosiy nishonni tug'ish haqiqatan oson. Uyg'urning 9'idan mushkil arzu bo'lishi mumkin. Ammo u arzu tariqasida emas, xohlash, unash, bilish tariqasida bo'lishi mumkin ularning tushunishi. Chunki arzu degan harakatga elib bordi bir odamni. Agar u arzu harakatga kelib bo'lmagan bo'lsa, o arzu darajasiga ko'tarilmagan bo'ladi-da. Ondan Sharq Turkiston fuqarolarining mustaqillik arzusiga vakillik qilgan sog'lom demokratik sistema qurish. Hamda bizning Sharq Turkiston fuqarolarining mustaqillik arzusiga vakillik qilgan shaxslar bor o'tirda. Masalan, Abduqodir Yapchanning aytib vakillik ustozlarimizdan biri bu haqda. Masalan, Salih Xudoyarmi aylarning yoqi bir yilga yaqin vaqt bo'lay dedi. Amerikada Oqsaroyning oldida bizning mustaqillik ovozimizni anglatyapti. Ammo ularning garchi ideyasi to'g'ri, davlatchilik ideyasi mustaqillik maydoni mustahkam bo'layotgan va man qilinmagan nurg'un ishlar qilayotgan bo'lsa-mu, men ularda yana umumyuzlik bir sog'lom demokratik sistema, ya'ni bir tashkiliy chaqiriq va atrofidagilarni tashkillaydigan bir sistemaning kamligini his qilaman doim. Oldin qatim men bir Amerikadagi shu Xitoyga qarshi katta bir arbab bilan paranglashib qoldim. Bundan qilsam Uyg'urlarning ichidagi eng yaxshi rahbar kim dedi. Men agar bu jihatni qilsa ideologiya nuqtasidan Abduqodir Yapchan bizning eng yaxshi rahbarimiz bo'la oladi dedim. Bu jurnallarda maqolalar qilib baxtimi, qanday maqolalar bor deb so'radi. Men o bir ideologist, o bizni ideologiya bilan ta'minlaydi, bizning mustahkamligimizning simvoli ham 20 yillarning yaqin izchil bo'shashmay inqilob sepimiz turyapti. Bizning g'azablanishimiz, inqilob ideyamiz, hatto inqilob suhbatimizdan tortib bu odamda namoyon bo'ladi dedim. Qisam anda qo'ysa onun degan biz bir necha jurnalni o'qib ko'raylik, onun bir maqolasini ko'z qarashlarini bilaylik. Men uni tushunib faqat qanday tushunaman deganda Uyg'urcha bilarsang tushunasizlar, bu tushunolmaysa deyishga majbur bo'ldim. Onun degan Salih Xudoyar haqida to'xtaldik. Dedik bu sen degan odamlarning hammasi yaxshi organizer emas ekan u. Yaxshi management qilolmaydi ekan ular o'zining atrofidagi odamlarni. Degan bo'ldi. Sen uni qaysi o'lcham bilan nazar tashlaydi ekan normalda? Chunki siyosiy partiyalar va siyosiy tashabbuslar bir tashkillash orqali barliq keladi-shu. Chingizxonning g'alabasi uning atrofidagi palvonlarga kelgan o'xshash. Masalan, Muhammad Alayhissalom dunyodagi eng dangliq siyosatchi deb qaraldi. Muhammad Alayhissalom atrofida odamga ehtiyoji bo'lganligidan Muhammad Alayhissalom so'raganda, "Men ikki umarning birisi bilan meni kuchlantirganda." Bir payg'ambar chig'ida, ya'ni bir odatdagi bir fuqaroning kuchlanib o'ziga yordamda bo'lishiga ehtiyojli bo'lganda, ammo biz o'zimizning hozir qadar o'tirib chiqqan nurg'un qarindoshlarimizdan qarasak, uningga o'xshash atrofida bir kuchli kollektivni, ya'ni Xitoyning mavzuning atrofidagi joyinlar judaga o'xshash va payg'ambar alayhisalom atrofidagi 10 jannatning ishg'ol berilgan sahibiga o'xshash unda bir kuchli odamlarni oz ko'ramiz ham. Demak, bir guruhning va bir shaxsning bir irodaning g'alabasi yolg'iz bir shaxsning pamparasti irodasi bilan bo'lmaydi, balki uning qanchalik tashkillanganligi o'zidan emas, atrofidagi odamlarning kuchidanmi qanchalik foydalanganligi bilan o'lchinadigan kishilarning nazarda. Shunga biz paloni yaxshi rahbar degan vaqtda u lidermi, ya'ni lead, ya'ni yetakliy olamdi, organizer qila olamdi, atrofidagilarni tashkiliy olamdi, boshqalarning ortiqchiligini bir yerga akilib, ularni o'z ortiqchiligi bilan o'rniga taqsim qila olamdi degan masala ustida ko'proq to'xtaldi ekan. Endi biz tarixga qarab baqadigan bo'lsak, payg'ambar alayhisalom bir savotsiz, Chingizmi bir savotsiz, Mavzu'ningmi o'z davriga nisbatan bek savodli deb ketgan bo'lgan odamlar emas. Ammo bularning g'alabasi nima bo'lsa, Mavzu'ning hayot vaqtida nəhayət az sonli odamlarni hisob qilmagan vaqtda, asosan mayli Jude bo'lsin, Joinlay bo'lsin, Pingdovxay, Chenyi qatorliq odamlarning hech qaysi uning osiylik qilmadi. Payg'ambar alayhisalom hayot vaqtida atrofidagi sahobalardan uning osiylik qilganlar chiqmadi-da. Mana bu xil bir to'p odamlarning birga kelishi har qanday bir inqilobning va o'zgarishning g'alaba qozonishga kuchga oshqishlik sabab bo'ladi ekan. Slaydni ikkinchi betga o'tsak. Yana bir takrorlash to'g'ri keldi. Sharq Turkiston Jumhuriyat Partiyasining nishoni mustaqil o'ziga xo'j bo'lgan, so'z erkinlik qobiliyatiga ega bo'lgan haqiqiy Sharq Turkiston Jumhuriyatini qurib chiqish. İkincisi, Sharq Turkiston fuqarolarining mustaqillik arzusiga vakillik qiladigan sog'lom demokratik sistema qurib chiqish. Hammadan muhimi mustaqillik arzusiga vakillik qilish bir gap, bu yerdagi sog'lom demokratik sistema qurish bu texnik orqali bir gap. Mustaqillik arzusidagi qarindoshlarimizni tashkiliy sistemaga olib kelish. Biz tunugungi fikrimiz deb o'tganga o'xshash,
Partiya əməliyyatda xalqni siyosatga yetaklaydigan bir tashkiliy organ. Nurg'un fuqarolar bo'ladi, ularning qalbida bir siyosiy orzu bo'ladi, ammo ular o'zining siyosiy orzusini amalga oshirishni uqmaydi. Partiya shu siyosiy orzusi uchun qanday qilishni uqmaydigan odamlarni bir sistemaga kelib, ularning o'zining ortiqchiligiga loyiq bir o'ringa qo'yib turib, dunyoning sistemasiga uyg'un holatda bir tashkiliy sistemaga ilib kelib, orzu ustida ilgariltadi. Men buni Cumhuriyetçiler Partiyasining asosiy nishoni deb tushundim. Keyingi betga o'tsak. Nishondan maqsad. Partiya qurish mustaqillik uchun bir vosita. Partiya qurish maqsad emas, bu aniq. Ammo mustaqillikmi ma'lum jihatni aytgan chog'da uni maqsad deb ketkilanmaydi. Chunki mustaqillik bizning hur yashashimizning insoniy gullanishni boshqa insonlar bilan barobar yashashimizni ishga oshirish uchun bir vosita. Ya'ni bizning nazarimizda birdan bir vosita. Undaqcha qilib aytgan chog'da bizning partiya qurishimiz mustaqillik uchun bir vosita bo'lgan bo'lsa, bizning mustaqil bo'lishimiz bizning hur yashashimiz uchun birdan bir vosita. Biz oldingi qatim qurbonlik berish haqida qanchalik qurbon berishimizdan qat'iy nazar mustaqillikni amalga oshirish uchun kurash qilishimizning birdan bir eng oxirgi chiqish yo'limiz ekanligi haqida, mustaqillikdan boshqa hech qanday tiriklik yo'limiz yo'qligi haqida bayonotni o'zgartirib qo'ydik. Kelsa yanmaymiz, ammo qarindoshlarimizni o'lish uchun emas, texmi yaxshi yashash uchun, vatandoshlarimizni texmi yaxshi yashatish uchun, insonlikning qimmatini texmi yaxshi yoritish uchun biz jasoratga chaqiramiz. Biz qarindoshlarimizni o'lib ketishini aslo xohlamaymiz. Şuna Cumhuriyetçiler Partisi güçlük yaşaydigan ve vatandaşlarını texim güçlük yaşayışını maksat kıladigan bir partiya. Kurban berishni yanmaymiz, ama kurban berish bizning maqsadimiz emas. Biz kurban berish orqali texim ko'p kurban berishni oldin olmoqchi. Slaydni o'tkazsak. Mustaqillik nishonidan maqsad ijtimoiy g'oya, mustaqillikni bir ijtimoiy g'oya deb qarasak, o mayli qanchalik go'zal bo'lsin, boshqalarni o'limga ittirish, shaxsning hayotini qurbon qilish faqat faşist hokimiyatning ishi. Faqat Kompartiyaga o'xshash va yoki Hitlerga o'xshash ideyadagi kishilar boshqalarning hayoti bilan o'ynashib, boshqalarning o'z ideyasini jon bergizishga chaqiradi. Ammo bizning chaqirayotganimiz boshqalarning o'zimizning ideyasi uchun emas, ularning qarindoshlarining hayotini saqlash, o'zimiz mavjud bo'lib turayotgan Uyg'ur atliq mushu to'plamning adaqqiy mavjudligini kapolatga qilish uchun chaqirish. Bizning chaqirayotganimiz o'lim yo'li emas, balki hayotlik yo'li. Biz mustaqillikni insoniy yashashning kapolati deb o'yladik. İnsani yaşaş bizning tubki maqsadimiz bundoqcha aytganda, mustaqillik bizning mush insoniy yashash maqsadimizni kafolatiga qilgan bir vosita, yana kelib takrorlandi, bizning nazarimizga birdan bir vosita. Hamda g'arbning hozir qadar gullanishni, demokratiyani, jumhuriyatni qurishni ishga oshira olishidagi birdan bir sababmi? Har bir fuqaroning o'rligini ishga oshirgan, yolg'iz vatanparvarlarning va yoki partiya qurg'uvchilarning emas. Shu sababdan men har bir Sharqiy Turkistonliklarning hurligini ishga oshirishni maqsad qilmagan hech qanday bir partiya haqiqiy bir Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining partiyasi bo'lishga loyiq kelmaydi deb qarayman. Bilsak. Andaqda qanday ozod qilsa deydi. Bizning usulimiz vatan azadlığının ibaret bir nişan asasında barlıq fikir oxşamasligini qayırıb qo'yish. Biz oldin qatim bu yoqda so'zlab o'tdik. Navbatda bizning vatanimiz azad bo'lmay turib ideologiya mavjud bo'lmaydi. Urf odat, til, madaniyat, fan, texnik, iqtisod taraqqiyot hech qanday mavjud bo'lmaydi. Shundoq ekan, mushu vatanning azodligi uchun to'p qo'shman deydigan bir ideya amaliyotda men ona tilimni suyman deydigan odamlarning oxirgi ideyasi. Men vatanimning san'atini saqlab qolaman deganlarning oxirgi ideyasi. Men vatanimning muhitini saqlab qolaman deganlarning, men vatanimdagi kishilarning kishilik huquqini, vatanimdagi kishilarning barobar yashash huquqini kafolatiga qilma deganlarning eng oxirgi maqsadidir. Biz mushu maqsadni oydinlashtirib olgan vaqtda, meningcha, agar bu bizning vatanparvarligimiz va bu maqsadni o'tirib qo'yganimiz rost bo'ladigan bo'lsa, biz hargizmi ushaq-tushak arzimas fikr o'xshamasligi tufayli bilinib yurmaymiz. Biz yeni bir jihatdan umumiy bir Sharq Turkiston xalq harakati va ommaviy safarbarlik orqali Sharq Turkiston mustaqillik talabining ommaviy asosini kafolatiga qilish navbatdagi birinchi qadamimiz deb qarayman. Chunki mayli Amerika bo'lsin, dushmanimizning dushmani va bizning birdan bir ittifoqdoshimiz deb qaradik. Mayli uni Amerika xohlasin, xohlamasin, bizning ashunda ittifoqdosh tanlamayman amalimiz yo'q. Ham chuqur tanlashimiz kerak bu ittifoqdoshni. Bizning barliq ommaviy safarbarlik orqali Sharqiy Turkiston mustaqillik talabining ommaviy asosini kafolatiga qilishimiz bizning barliq tashqi yordamlarimizning va bunday harakatlarimizning tubki asosi.
Navoda mustaqillikni talab qilayotganlar nihoyat osonlik va xalq bo'lib qolsa, ko'p sonli xalq o'zining hayotini yashayotgan bo'lsa, u chaq bizga yordam beradigan odamlarni o'ylanib qoladi. Men oldin qatim birisi bilan paranglashdim Amerikadagi bir strategiya shunas haqida. Bu dedi, sizlarning rahbaringlarni biz bilamidik. Sizlar zodi rahbaringlar kim dedi. Men Amerika kimni tanlasa bu bizning rahbarimiz dedim. Agar Amerika mustaqillikni qiladigan ish bo'lsa, biz mustaqillikni sanab qolaydik. Candan to'ydik. Candan qon yutib ketdi. Hozir bu agar Amerika ma'lum bir odamni qo'llab, mush odamga agarsang, men senga mustaqillik qilib bermaydigan ish bo'lsa, u odamning kimligi bilan biz hisoblashib o'tirmaymiz dedim. Sen onda sanlı bo'lmaydi. Bizmi Karzayni o'ylab chiqqan, Karzay xalqni tashkillayamadi. Oxiri biz lat bo'ldik Afg'onistonda. Şoňa sizlarning o'zingizlarda xalqni yetaklaydigan, xalqni qoyil qiladigan bir rahbar o'tirib chiqmasa, biz o'zimiz tanlagan rahbar bilan o'tirib chiqsak, bu ishning oxirgi yaxshi bo'lmaydiganligini biz nurg'un qatim ko'z oldimizda ko'zda deydi. Men qoyil bo'ldim bu gapga. Men burunqi ideyamda Uyg'urning hammasi baksat tashlab olib ketdi u mustaqillikka. Agar mustaqillik bo'lib ketgan Xitoyda o'qitilgan ish bo'lsa, mayli Amerika besib olamdi, Urus besib olamdi, Yapon besib olamdi, zaminning boyligini menga bahranmay Xitoydan quldirib qo'yma, boylikni men ishlatmaydigan ish bo'lsa, alakmolla deb hozir darhol shu kelamiz biz. Men shu darajada zaten mustaqillik şu kadar xuddi bizning hayotimiz havoga muhtoj bo'lgandek muhtoj bo'lib ketdik bu mustaqillikka. Tashnab ishib ketdik. Men endi biz hech qanday shart qo'ymay turib, har qanday bir davlat yoki xalqaro kuch bizning mustaqillikni beradigan ish bo'lsa, bizning shunday degan yer ikilimiz degan yer tutsam, ular o fikrni o'tirganda o'ylab baqsam uning asosi bor. Chunki nurg'un odam demakki u oson bo'lgani bilan mustaqillik uchun jonini kechim degan gap. Bir oy 20 yevro to'lab Makkaning vatanning mustaqillik uchun bir ish qildi desangiz, pullam deydigan haqkan bu deb yenib ketadigan odamlar ko'p bo'lishi mumkin. Bunda ahvol ostida bizning ideal qurbon berishdan, borlig'imizni pido qilishdan ig'li chiqib baldir menimcha. Şoňa Şarq Türkistandan mustaqillik talabining ommaviy asosi bizning harakatlarimizning ichidagi eng tupki asoslarining biri. Ondan yeni qaysi usul orqali biz ko'pchilikni safarbar qila olamiz va o'zimizning mustaqillik talabining ommaviy asosiga yiqilamiz deganda biz munosabatni emas, safoni asos qilamiz. Oldin qatim deb o'tganda tashkilotlarda sodir bo'layotgan o'zining yaqin adamini, gapini anglaydigan odamni bir ishga mas'ul qilib qo'yish emas, balki safoni asos qilib turib vazifa taqsim qilamiz. Fidokorlikni asos qilib yadrolik qo'shin tashkillaymiz. Yeni bizning yadrolik qo'shinimiz qandoqdir biz bilan munosabatda ko'ngli yaqin bilishganlardan emas, balki vatan uchun fidokorlik ko'rsatadigan odamlardan tashkil topgan bo'ladi. Keyingi bab ko'rsak biz izchil qurbon berish vatan uchun har qanday bedel to'lashni yanmaslik haqida so'zlayapmiz, ammo bu yanmaslik hargiz xalqqa qartilgan emas. Biz bu yerda o'tganga o'xshash qurbon berish faqat partiya a'zolariga nisbatan bedelni tashabbus qilamiz, ham faqat partiya a'zolaridan talab qilamiz qurbon berishni. Xalq bizning qo'g'dash obyektimiz. Biz xalqni qurbon berish orqali partiyaning manfaatini qo'g'daydigan kommunistik partiya va faşist qo'shin emas. Biz partiya a'zolariga nisbatan bedel to'lashni tashabbus qilamiz, xalqqa nisbatan yaxshitish va yoritishni tashabbus qilamiz. Şoň vatandagi har qanday bir oddiy xalq bizning go'hrimiz, bizning ko'z qarchiqimiz, biz ularning hayotini asraymiz. Biz shuning ishimizki, ba'zi odamlarga o'xshash Uyg'ur degan beknachar xalq, ularning yerimini o'ltirmasmi ishni bo'lmaydi yoki mush Xitoylar toza pirodir Uyg'ur deb qaramaymiz, aksicha yorug'lik kirsa qorong'ulik o'zidan yo'qoladi deb qaraymiz. Navoda biz qalbimiz yorug'likni mashal qilib mangalasak, biz kichigimizdan anglaydigan Dankoni hikoyasiga o'xshash yurakni mashal qilib mangalaydigan odamlarni o'tirg'a chiqarsak va shular orqali bir qo'shin tashkillayalsak, ishimizki biz ilhomlanamiz. Bizning hissiyotimiz ilhomlangan vaqtda xuddi 7-ayning 5-i azaldan qo'lga qaltigib adamur paqmagan odamlar ko'chaga o'pirilib ketganga o'xshash bir to'lqin hosil qila olamiz va bu to'lqinda butkul qo'rqinchlik yo'q bo'ladi. Bizning qahramonligimiz ulgu bo'lishi mumkin boshqalarga. Jasoratni istirib, oxir bir ko'p jasorat to'lqini va jasorat to'lqini orasida mustaqillik bo'lgan bir talpinish to'lqini barliq kelishi mumkin. Endi biz umuman Cumhuriyet Partiyasi degan nomni qo'llangan vaqtda bu bir jumhuriyat qurish orzuyimiz ekanligini bildirdik. Men izchil Sharq Turkiston surgun hukumatiga eng dastlabda bergan fikrda surgun hukumatning xarakterini qo'yib o'taylik dedim. Endi bu surgun hukumatning asos qonuni nihoyat oddiy, tez tuzilib qolgan bir asos qonun o'xshamaydigan darajada tuzilib qolgan bir qonun deyman. Herkes ularning ko'ngli kelmasin, men sistemni ayblamoqchi emas, balki u asos qonunning kamchiligini demoqchi.
Çünkü bizning hozirgi hukumatimizdagi biz ko'rayotgan bu nimada hozirgi sistemada hukumatning xarakteri aniq belgilanmagan. Ya'ni bu bir prezident keyingi batga o'taylik. Ya. Odatda biz bilamiz xalqaro cumhuriyatlarda bir sistem bo'ladi. Ya'ni bu nurg'un cumhuriyatlar, ba'zi davlatlar bo'ladi, podshohlik deb qaraladi, ammo podshohlik degan atalma bilan bitang, yana cumhuriyat yurgizayotgan nurg'un davlatlar bor. Masalan, Angliya, Belgiya, Yaponiya qatorli davlatlar amaliyot podshohlik deb atalsa-mu, to'liq podshohlik deb ketgan olmaydi. Podshohning huquqini aytishaklik, amaliyot yana cumhuriyat. Ammo haqiqiy cumhuriyat deb atilayotgan va cumhuriyatning ulgisi deb qaralayotgan Germaniyaning davlat qurilmasi o'xshash, Isroilning davlat qurilmasi va Hindiston qatorli Ikkinchi dunyo urushidan keyingi taqlid qilingan ba'zi davlatlarning qurilmasiga qarasak, bularda cumhuriyatda ikki xil tuzum bor, ya'ni prezidentlik cumhuriyat tuzumi va parlamentlik cumhuriyat tuzumi. Endi ba'zi davlatlar, masalan, Fransiyaga o'xshash ba'zi davlatlar yarim prezidentlik cumhuriyat tuzumini qo'llangan. Amerikaga o'xshash ba'zi bir kona cumhuriyat tuzumidagi davlatlar bular prezidentlik tuzumini qo'llangan. Ammo prezidentlik tuzum bak kona prezidentlik tuzum bo'lib, u bir podshohlik tuzumining o'rniga dastilgan tuzum bo'lg'achqa, yanada uningda haqiqiy cumhuriyatga xos bo'lmagan ba'zi tuzumlar bor, ya'ni huquq haddi ziyod prezidentlik markazlashib qolgan qatorliq. Ammo nima bo'lsa, bugungi dunyoda har qanday bir hukumatda sistem aniq bo'ladi. Ya'ni bu prezidentlik sistemmi, bosh ministerlik sistemmi va yoki parlamentlik sistemmi. Ya'ni agar bu prezidentlik sistem bo'lsa va yoki muavin prezidentlik sistem bo'lsa, yarim prezidentlik sistem bo'lsa, semi prezidental sistem deymiz. Undaqda bu huquq belgilanadi. Bu vaqtda o'tgangiga o'xshash yoki hozirga o'xshash prezident bosh ministerni amaldan qoldirilgan, bosh minister prezident amaldan qoldirilgan, keyindan parlament boshlig'ini prezidentni parlament boshlig'i amaldan qoldirilgan degandek bu xil o'yinlar yuz bermaydi. Chunki bu qonunda belgilangan bo'ladi u chaqda. Hozir dal shu bizning surgun hukumatning qonunidagi huquqni belgilanmasligi tufaylidan kimning nima qilish huquqi belgilanmagan. Amaliyotda Cumhuriyatning asosiy prinsipini bir og'iz gapga yig'inchoqlaydi. Cumhuriyat deganimiz hukumatning qisi bo'ladigan doirasini belgilab berdi, qisi bo'ladigan ishdan boshqa hech qanday ishni qisi bo'lmaydi. Fuqarolarga qisi bo'lmaydigan ishni belgilab berdi, qisi bo'lmaydigan ishdan boshqa har qanday ishni qisi bo'laverdi. Cumhuriyat xalqning huquqini eng yuqori chekda kafolatiga qilgan va hukumatning huquqini eng yuqori chekda kontrol qilgan bir sistemadir deydi. Anda bo'lgandan biz prezident nima ishni qila olmaydi. Buni belgilashimiz kerak va nima ishni qila oladi buni belgilashimiz kerak. Bosh minister nimani qila oladi, huquq nega buni belgilashimiz kerak va parlamentning huquqimi shu. Biz mushnas aniq qilmaganlikdan hukumat yillarni yoq davomlashayotgan o'yinning sababchisi bo'lib qoldik o'zimiz. Ya'ni sistema, qonun tuzum mukammal bo'lmag'achqa bu o'yinlar yanchiqdan chiqaverdi. Shu men navoda surgun hukumatda haqiqiy bir sistema, haqiqiy bir hukumat borliq keltirmasak, eng avval o'zimizning o'rnini belgilashimiz kerak deb qarayman va bizning partiyaning tashabbusi sifatida biz parlamentlik tuzumni tashabbus qilamiz. Chunki Ikkinchi dunyo urushidan keyin qurilgan davlatlarning ichida mayli Isroiliya bo'lsin, mayli Germaniya, Hindiston qatorli davlatlar bo'lsin, bularning hammasi asosan parlamentlik tuzumni qo'llandi. Parlamentlik tuzum bir qadar pishib yetilgan, bir qadar mukammal bo'lgan va shaxsning xatoligini eng yuqori chekda kontrol qila oladigan bir xil tuzum. Bir odam xatolashi mumkin. Bir odamning xatoligi nurg'un masalalarni keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, prezident huquq markazi qilgan chog'da prezidentga nurg'un huquqni berayotgan vaqtda u xatolik o'tkazsa, butkul hukumatning obrazi ta'siriga uchrashi mumkin. Ammo parlament sistemi ma'lum bir jihatni kirgan chog'da zamonaviy boshqaruv sistemasi bilan an'anaviy jumhuriyat sistemasining birikmasi bo'ladi bu-chu. Hozir keyingi paytda ko'rsak ko'ramiz. Ya'ni prezidental sistemda xalq bevosita prezidentni saylaydi va xalq bevosita parlament a'zolarini saylaydi. Parlament a'zolari prezidentning ma'lum jihatdan huquqini kontrol qilib turdi. Prezidentmi parlament a'zolarining ma'lum jihatdan kontrol qilib turdi va prezident tayinlagan bosh sotchi mangu bularning ustida uchinchi bir taraf sifatida bularning harakatini kontrol qildi. Buning to'liq jumhuriyatga o'xshab ketmasligiga bir sabab bu yerda cumhuriyat deb atalgani bilan shaxsga berilgan huquq haddan ziyod yuqori. Shaxs ayat bir tal shaxsning huquqi butkul parlament huquqi bilan barobar. Hattoki qoida parlamentning huquqidan cho'ng. Masalan, Amerikada Trumpning huquqi qoida butkul parlament a'zolarining huquqidan cho'ngib ketadi. U xil nurg'un pullarni tasdiqlab etadi o'z oldiga. Qarorni chiqara oladi nurg'un. Jiddiy vaqt urush qo'zg'alaydi, masalan, atomobusning korpusi yuzini qo'zg'agan o'xshash. Ammo parlamentariy sistemda xalq prezidentni bevosita saylamaydi, ham bu bizning amaliy ahvolimizga uyg'un. Chunki hozir biz
Prezident saylanlar xalq desak, chet eldagi necha yuz ming keladigan Uyg'urlarimiz ichida o saylamga ming odam qatnashamdi, qatnashmamdi bilgili olmaydi. Masalan, siz mo pidoyi sifatida sürgün hukumatning saylam chaqirig'iga chaqirib baqdingiz. Bütün Gollandiyadan bunun ovoz qo'shgan odam va yoki 100-200 gim bormi hattoki. Bu bir tarafdan hukumatning tashviqotini yetarligi, yana bir tarafdan bizning xalqimizning siyosiy tushunchasining fidokorlik inining tövənligidən bo'lgan bo'lsa, yana bir tarafdan bizning mushu sistemini tatbiqlashimizda va hukumatning qonun sistemini turg'izishimizda mas'ul borligini bildirib berdi bu narsa. Hukumatning ichidagi illarning yoqimi shu huquqning cheklanmasligi va sistemning aniq bo'lmasligi xalqning hukumatga bo'lgan tushunchasini, ishonchisini va ularning aktivligini tövənlətayotgan sabablarning biri. Şonlaşqa men navoda parlament sistemi o'tirib qo'yilsa, davlat millat vakili o'tirib chiqsa, bu millat vakillari o'zimizning qonunni belgilab, bu qonun orqali qandan o'zimizning prezidenti veya baş ministerini o'tirib qo'ysa, shu orqali kollektiv orqali idora qilinadigan bir umum sistem barliq kelsa, hozirgi hamma odamning boshqa o'g'is kelib ketadigan, hamma odamning o'z boshqa o'g'is kelib ketadigan kasallikning oldini olib deb qarayman. Chunki u yerda intillikdek boshliqlik qolmaydi u yerda-chi. Çoğunlaşqa men partiyaning tashabbus sifatida parlament sistemini bizning hozirgi chet eldagi tarqoqlik ahvolimiz va kelgusidagi vatanimiz ahvoliga bir qadar uyg'un keladigan sistem deb qarayman, toki vatanimizda büyük bir qahramon, hammadan o'rtaq e'tirof qiladigan, zodi murassat talab qilmaydigan bir rahbar o'zini isbotlab o'tirg'i chiqqan qadar menimcha parlamentlik sistema bizning eng yaxshi tanlashimiz bo'ldi deb qarayman. Hem parlament sistemi ma'lum jihatda aytgan chog'da bizning Uyg'urlarda bo'libmi vatanparvarlarimizda ma'lum jihatdan zararlanish bor. Ya'ni biz kichigimizda mustabidlarning ziyonkashligiga uchirdik. Stalinning ziyonkashligiga uchirdik, Mao'ning Xitoyning ziyonkashligiga uchirdik. Ve onundaki biz izchil mustabid sistemda yashayotimiz, shuning bilan bizning qalbimizda Napoleonga cho'qinadigan, Gitlerga cho'qinadigan, Stalinni qahramon deb qaraydigan, Mao'ning jiqishlarini ulga oladigan bunda bir hodisa bor. Hattoki men hali ishonchli odamlarning og'zidan oldim, voy mustabidlik degan dora. Ba'zida hakim mutlaqlik bo'lmasa, bizning millatga yaxshi qarashmaydi deganlarni ma'lumda. Bu qanday vatanparvarlik? Sen o'z xalqingni yaxshi ko'rsa, o'z xalqing uchun jon fido qilmoqchi bo'lsan, ularni o'ltirib etishni, ularni ustidan zo'mgarlik qilishni haqli deb qaraysa, bu qanday vatanparvarlik, bu qanday jumhuriyat deysiz. Shunga men Gitlerning dunyoning originalisi ekanligini hammamiz o'rtaq e'tirof qilmog'imiz kerak deb qarayman. Chunki u Germaniyaliklarga sharaf akagini bilan tang ig'ir azob uqubatni akaldi. Nurg'a odamlar qarab Gitler Germaniyaning numusini juda deb, Gitler Germaniyaning numusini jumada, aksi Germaniyaga numus olib keldi. Germaniyaning numusini juga odam, haqiqiy odam Bismarck. Germaniyani birlik keltirgan odam, Germaniyaning tarixdan buyon eng cho'ng chegarasini yaratgan odam Bismarck. Ammo Bismarck qo'lga keltirgan buyuk g'alabalar Gitlerning qo'lida butunlay vayron qilib etildi. Shundan bizning millatimizning orasida ikkinchi qatam Gitlerga o'xshash, Stalinga o'xshash, Mao'ga o'xshash 20 yillab, 30 yillab ishini changal bilib millatining rahbar bo'lib, amaliyotda millatning beshiga afat keltirgan bunday odamlarning chiqishining oldini olish kerak deb qarayman hozirdan boshlab. Hem bu sistema faqat parlament sistemi bilan amalga oshadi deb qarayman va buni biz partiyaning asosiy programmasi sifatida qaraymiz. Va bizning butun partiyaning tashkiliy qurilmasimi mushkil sistema asosida harakat qilmagan. Bu jihatdan biz dunyodagi nurg'un partiyalarga o'xshamaymiz va nurg'un partiyalardan ulgu oldik. Maldin qatim deb o'tgan Armeniyaning Dashnaq Zordin partiyasi bizning ma'lum jihatda aytgan masalan tarixning uzunligi, ideyasi mustahkamligi va tashkiliy sisteminingki hay'atlarni tashkil etganligidek ba'zi taraflarda biz ulardan o'rgandik. Keyingi betga o'tsak, Cumhuriyetçiler Partisi başka özünün siyaset teşebbüsü bilen birlikte dikkat kılıngan bir narsani köpçülükning samiga eskartdi. Yani nurg'un odatda bizning tashkilotlarimiz va siyosiy faoliyatchilarimiz va Sharq Turkiston vatanparvarlari cho'ng xaritaga diqqatni qaratib, mustaqillik deb konkret ideal obyektni qo'llayolmaydi. Masalan, bayat deb ketgandek o'zning qarindoshlarimizni haqoratlaymiz, o'zning qarindoshlarimizni ko'ngil azobirimiz, ularni o'lsa o'lmamdi deymiz. Ularning azroq bir xatoligi va kamchiligi tufaylidan ularni hattoki o'limga mahkum qilib etamiz hukmni pichiblar. Menimcha bu desak diniy hukm bo'lib qoladi, hukm qilish boshqa bir zotga xos. Bizning maqsadimiz har bir konkret individual obyektni qo'g'dash vatandagi. Vatandagi har bir Sharq Turkistonlikni va chet ellik har bir Sharq Turkistonni qo'g'daymiz, ularni hammasini o'xshash yaxshi ko'rishga tirishimiz. Toki uning sotqinligi isbotlangan qadar. Şuna biz çoğun xaritaga diqqat qilib, ya'ni vatan mustaqillik ishlaydigan cho'ng shorini to'g'lab verib, uning ushshaq amalga oshirish bosqichlariga, bu bosqichlarni ishga oshirishlaydigan adolat prinsipiga, qarindoshlik prinsipiga diqqat qilmasak, bizning o shoirimiz faqat egizlik shoir bo'lib qoldi, izchillasholmaydi. Şuna men siyosiy yo'lda badal berish zurriyat tufayli bo'lsa bo'ladi, ammo samanlik tufayli bo'lmaydi deb qarayman. Ya'ni badal berish hargiz qasddan bo'lmasa kerak.
Bedel beriş özümüzün kahramanlığını ispatlash veya şöhretperverlikini ispatlash için bu qas olmaydı. Bedel beriş texmi çoğun bedel töleşni aldın eliş için budur. Yani biz bütün milletinin kırılıp ketişini aldın eliş için Şarkı Türkistan Cumhuriyet Partisi azalarının her biri bedel töleşki tayyor. Şu bəzənlər də vardı, sen siyasiyon emaskense ya, siyasiyon degan özünü qoğdaş için her qandaq paskashlikni qilishni yanmaydi o deydi de. Men deyman, ha men siyasiyon emas, men bir vatanparvar. Biz qeyrindoshlik asosi o'tirg'izmiz o'zimizning ideyasini, o'zimizning g'oyasini. Biz hergiz boshqalardan foydalanish uchun emas, balki boshqalarni qo'g'dash uchun o'zimizning prinsipini turg'izmiz. Bu bizning e'tiqodimizga, bizning vatanparvarligimizga texmi uyg'un. Men yana kichik g'alabalar cho'ng g'alabaning asosi deb qarayman. Bizning partiyaning tashkillanishidagi partiyaning har bir kichik xizmatlarini tashkillanish xizmati jarayonida har bir kichik narsalar bizning g'alabamiz. Mush kichik g'alabalar yig'ilib eng oxiri cho'ng g'alabaga asos bo'ladi. Cho'ng biz cho'ng g'alabaga nishonni qartib ushaq tafsilotlarga sal qaraydigan bo'lsak, eng oxirida nishoni nihoyat g'oyat buyuk bo'lgan, ammo o'zi vayron bo'lib ketgan xudoligi ismi Majan buvi bir nimam yo'q degandek gap bo'ladi. Shunlashqa biz partiya qurish jarayonidagi siyosiy tashabbus va tashkillanish jarayonidagi har bir kichik tashabbus, har bir kichik g'alabani, har bir kichik obyektning manfaatini o'zimizning tubki manfaati bilan bab-baravar ko'rishimiz lozim. Keyingi bet ko'rsak. Bu bizning hozirgi holimiz. Ya'ni xalq har xil o'xshamagan ideyadagi bir qator xalqlar var sol tarafda, ya'ni 99% adam Sharq Turkistonlik xalq. Çünkü bularni xalq deyishimizda bular taqib faoliyat cho'p o'tirib chiqqanlar nihoyat oz. Tunugin deganga o'xshash. Voy Turkiyada 30 tashkilot olib keltirib qaqsham bilan 30 tashkilotning jamiy a'zosini yig'ib chiqib kelsak, Turkiyadagi odamlarning qancha persentini egallaydi? Hech qanday partiya tashkilot kirmagan odamlar qancha persentini egallaydi? Demak, yanada tashkillanish tuban bizda. Tashkilotni qurib olganimiz bizning alomat tashkillanayotganligimizni bildirmaydi. Belki tashkilotlar yetarsiz, tashkilotlarning ko'lami kichik. Tashkilot texmi ko'payish kerak, texmi zo'rayish kerak mening nazarimda. Shuning bilan birlikda hozir o'tirib qarab baqsak, faoliyatchilarning ichida kichik huquq tashkilotlari bor. Oshkora mustaqillik tashkiloti sifatida o'tirib chiqqan, ammo bir partiya va yoki bir tashkilot sifatida kap bo'lmagan ba'zi bir organlar va shaxslar bor. Yana bu men mustaqillik tashkilotlari deb o'ng va so'l yo'lni tutib olib, butun xalq bilan aloqasini uzib etib, dunyoning umumshamoliga maktub ketgan bir qism qarindoshlarimiz ham bor. Ammo ularni mustaqillik tashkilotlari deb qarab olinmaydi. Ular mustaqillik tarafdorlari emas, ideologiya tarafdorlari ular. Agar ular haqiqiy mustaqillik tarafdorlari bo'lgan bo'lsa, mustaqillikni izlayotgan har qanday bir taraf bilan dushmanimizning qarshisidagi, ya'ni Xitoyning qarshisidagi har qanday bir kishi bilan ittifoqlashishni o'ziga farz qiladi. Ondan xusus faoliyatchilar, ondan so'lchil tashkilotlar buni demsami bilasizlar, ondan ommaviy tashkilotlar. Bu yerda eng chong rol o'ynayotgan omma tashkilotlar bo'lyapti. Masalan, bolalarni Qur'on savodini chiqaradigan va yoki Uyg'ur ona tilini o'rgatadigan va yoki undan boshqa joy-joylarda her qaysi davlatlar Uyg'ur muhacirini tashkillab ularning siyosiy hayoti, turmush ahvollari qatorliq masalalarni o'rnashtirgan hikoyamlar ularni yig'ib va yoki haftalarda, oylarda bir qatim ularning o'zining bir o'pcha Sharq Turkistonda yashayotgandek bir hissiyotini paydo qilib berishga xizmat qilayotgan bu tashkilotlar bor. Yani bunun başka Xitoyning xodimlari borimiz suqinib kirib olgan, har xil nom bilan har xil vatanparvar ko'rinib olgan va yoki oshkora turayotgan. Bularning hammasi dunyoga ovoz berdi. Sharq Turkistonliklar nimani o'ylaydigandi degan gapni hukumatlar, siyosiy organlar, axborotlar va insonparvarlik organlari bilinmay sanab ketyapti. Bularga qarasak o'xshamagan ovozlar kelyapti-da. G'oyalar unlik, g'oyalar tuban. Bular kimning gapiga ishonishni uqmaydi, qanday tadbir qo'llanishni ham uqmaydi. Bizning bir qatim degan gapimiz bilan bir qatim degan gapimiz o'xshamaydi, 5 yil burun deyotgan gapimiz bilan 5 yil keyin deyotgan gapimiz o'xshamaydi. Bu yil kampı deyotgan bo'lsak, 10 oldir saqal dedik, 10 oldir yog'liq dedik, 10 oldir ana til dedik, 10 oldir yana bir narsani deyotganimizda haq chilib ketadi bu ovozimizdan-chi. Sen zadim deyotgansa, yig'ib chiqlab kelsak shu insonparvarlik da'vosi ekan, seni da'voying deyish mumkin. Ammo bu xulosani ular chiqarib bo'lish erinib qoladi-da. Chunki bu muxbirlar olsun, siyosiy organlar, hukumatlar olsun, bular xudo emas, bular xatolashmaydigan insonlar emas. Bizning ovozimizni bularni statistik qilib pul xarjlab qiladigan alohida bir ehtiyojim yo'q hozircha. Ehtiyoj tug'ilgan taqdirda bizning bu murakkabligimiz ularni saran qilib etadi-da. Shunga o'ziga qaysi uchur osonroq kelsa, qaysi tarafdan uchirish qulaylik bo'lsa, ular shu tarafga yuzildi. Natijada bizning ovozimiz to'g'ri tarafdan anglitilmaydi. Chunki haqiqiy to'g'ri ovozni anglita oladigan nurg'un insonlar ovozni anglitgan saniga chiqmoqlik va ovozni anglitgan tashkilotlarni qilishganmaglik. Keyingi hisobga o'tsak,
Ama men dep o'tgandek tabii bir xil shaklda butkul dunyoda va yoki Tibetlarning mustaqilligiga qarab boqadigan bo'lsak, sol tarafda umumiy xalq va har xil shakldagi xalq chechilgan holatda emas, balki tashkilli shaklda har kim o'zining iqtidoriga yarasha bir xil holatda bo'layotgan. Garchi qarshi yo'lni minayotganlar, oqsoq-cho'loqlar, har xil odamlar bo'lgan bo'lsa-mu, bularning hammasi o'zining turi bilan bir yaklilikda. Ya'ni turga ayrim o'y ratlangan bundaqcha aytganda, qalaymi emas. Yani bu yerde Tibetlerninkini ko'ryapmiz, Mustaqillik partiyasini ait iniq turyapti, Kishilik huquq partiyasini ait iniq turyapti. Yani bularning nurg'un to'plarni ta'kid topgan men G'azalchilar partiyasida bizga o'xshatib qo'ydim. Diniy qo'shinma g'oyat zo'r ba, 10 necha odam bor diniy qo'shin va Tibetlarning parlamentida shu. Har qaysi vakillik qilgan toplar yani. Yani undan boshqa otizmni asosiy ideya qilgan Xitoylar bilan texmi cho'nqurroq so'zlashsak bo'lib deydiganlar va mustaqil vakillar bor. Hech qanday partiya guruh tayyorlamagan, ammo jamoat arbobi bo'lib qolgan insonlar muboda. Mana bularning hammasi o'rtaq bir sistemning ostida xaritamizning eng ustidagi bir adolat va taroza, ya'ni bir adliya sistemasi orqali bularning hareket kontrol qilinsa va bir hukumatga aylansa bular, ya'ni fikr bir yoq yig'ilsa, hukumat degan sistemimizning birinchisiga o'xshash, asosiy ideya bir yoq yig'ilgan bo'lsa, butkul kuchlar asosiy ideyani markazga tushirib o'tirganlashgan bo'lsa, u yerda andin muayyan bir bayonot o'tirib so'zlagan bo'lsa, bu chaq nima bo'ladi desa, biz bo'lq bilan qarayni urib tashlamaymiz. Shunaqmi? Lekin jingni bilan teshvatgili bo'ladi. Bo'lq shuncha bola cho'ntirib nima qilib tashamaydi, jingni kichiktirib nima qilib tashalaydi, bigizni nima qilib tashalaydi. Kuch markazlashgan. Biz navod kuchimizni markazlashtira olsak, muayyan bir sohada mayli partiya orqali bo'lsin, mayli imkoniyatimiz yor bersa va mening umidimga o'xshash bizning surgun hukumatimiz orqali bo'lsin, bu chaq butkul axborot, butkul siyosiy organ, hukumatlar va inson barlik organlarining hammasi shu o'rtaq ovozni bir ovozda anglaydi. Biz mustaqil bo'lishimiz kerak, biz mustaqil bo'lishimiz kerak degan ovozni anglaydi. Bu chaqda butkul kishilar Tibet surgun hukumatining bayonotidan uchraganga o'xshash, bizning o'zimizning bayonotidan uchur oladi, uchur har xilligi, uchur qalaymiqanchiligi saqlanadi. Ko'z kelganlar odam bizlar mustaqillik qilamiz deb so'raydigan ishni saqlanadi u chaq chatdaliklar. Bu savolni kimdan so'rashni biladi u chaq ular. Hozir ular kimdan so'rashni bilmayotadi bu savolni. Xalqdan so'rasa ko'p qism xalq mustaqil bo'lamiz deydi, ammo xalq degan gap odam emas, u bir gavda emas. O bir kuch emas. Bu holatda o şuarımız nəhayət aciz və təsirsiz çıxıdı. Mətbuatlarımız ona diqqət qılamaydı. Xalq bunday dedi deb yazılmaydı əzəldən gazetlərdə. Xalqın vəkili sifatida, bir xalqın kuch sifatida oturub çıxan müəyyən bir təşkilat və ya onun bir vəkili bu avazda oturub qoyğandan keyin gazetlər bunu yazalaydı. Keyingi bet görsək. Şoňa men kelgusidagi Sharq Turkiston hukumatining parlamentida bo'lsin, Kishilik huquq partiyasi, mustaqillikni talab qilgan partiyalar, hattoki islomiy partiyalar, Sharq Turkiston Islom partiyasiga o'xshash Suriyadagi chetga qilib ketgan, hattoki uningdan bakroq oshqon materialistlar partiyasi bo'lamdi va boshqa bitirib dono zotlar bo'lamdi, bizniki hammani bilmanda yalpish telib o'ltirib oladigan. Bularning hammasi aktiv bilan bizning parlamentimizga kelsa, bu yerdan bir hukumat barliq kelsa, bu hukumatning xuddi qaysi kuni kurashgan tashabbus qilganga o'xshash butkul dunyoga o'rtaq ovoz anglata oladigan bir xil kuchli sistem barliq kelsa deb orzu qilaman. Bu orzu yana bizning partiyaning orzusi. Bizning partiya mushu hukumatda bir kichik o'rin egallab, hukumatda normal bir partiya sifatida hukumatning ishlarini adil berishi, hukumatning xizmat aktivligi va hukumatning ideya yengillanishi uchun to'p qo'shsak deb qaraymiz. Agar bu orzu amalga oshmasa, surgun hukumat bizni yana qabul qilmasa, u chaqda biz surgun hukumat orqali amalga oshmoqchi bo'lgan narsani o'zimizning partiyamiz orqali amalga oshira olishimiz mumkin va partiya bu yo'lda siltirishlanlik ko'rsatyapti. Shunga men keyingi betga o'tayli. Bugungi kunda dunyo tarafidan e'tirof qilingan bir davlat yana partiyaning girbidagi BDTning girbini cho'rdab turgan, shu Zaytun Shayxi cho'rdab turgan umumiy gavda tar millatchilik, byurokratlik va yoki guruhvozlikning ustiga emas, balki davlatchilik, ya'ni jumhuriyatchilik, adolat, barobarlik va individual bir hurlik ustiga qurildi. Ya'ni har bir shaxsning hurligini chiqish nuqtasidan bir xil hurlik asosida qurildi. Shu chaqda bu ideya boshqa tarafdan hurmatlandi. Chunki dunyoning o'rtaq e'tirof qilgan qimmat qarashi bu bugungi dunyoda. Shu muayyan bir tashkilotning harakati va yoki muayyan bir partiyaning harakati sirtqi kuzatuvchilar tomonidan kuzatilgan vaqtda partiyaning saylam sistemasi, ish qurilmasi, ish taqsimoti qatorlarda bularni gumonlantiradigan, bularning sistemasi bir ommaviy asosga ega emaskan, bular bir kichik tashkilotga o'xshash 5-6 odamning o'tirisida o'yinlayotgan
kichik bir ojiz sistem ekan degan tushuncha kelgan vaqtda kishilar bizga diqqat qilmaydi, kishilar bizni hurmatlamaydi. Şuna biz bütün diqqatimiz ve energiyamizni ichki tashqi o'chmanlik va o'chirish qarshi qil emas, qanday qilib bütün xalqimiz bilan güzel kelgusini o'rtaq yaratib chiqarishimiz kerak deb qaraymiz. Güzel kelgusini yaratish uchun qarg'an chog'da bir odam atrofiga narsaga diqqat qilmaydi. Masalan, bir inson jannatni ko'rdi. Va yoki siz oldingizda nurg'un narsani qilib, masalan, Tulki akam 3 kun bo'ldi qimmatini ashta, bir balasi bo'lmiz quyruq atamda tashla deb ashqagan bo'rini aplaydigan bir hikoyani anglaymiz. Bo'ra tashning ustidagi quyruqni ko'riblar, hech nima qarmayli etiladi-ku. Qapqonga qarmay, to'g'imi qarmay. Bizda mustaqillik uchun ashunaq etiladigan bir ruh bo'lgan vaqtda, garchi bu bir salbiy o'qitish bo'lsa-mu, biz atrofimizga kerak kelmaydigan insonlarning daxl-taruzlariga qarmaymiz. Atrofimizdagi odamlarning kamchiligiga qarmaymiz. Bu chaqda Salih Xudoyorning Uyg'ur so'zlashning yetarli bo'lmasligi, uning tashkiliy tushunchasining yetarli bo'lmasligi, tashkil iqtidorining yetarli bo'lmasligi va Abduqodir Yapchi akamizning atrofida yetarli bir qo'shinning to'planmasligi qatorliq masalalarning hech qaysisi bizning nazarimizni buzolmaydi. Ularning hammasi o'xshash bizning qahramonimiz bo'lib turaverdi. Şuna biz şu güzel kelgusini yaratib o'tirib qo'ya olsak va mushu narsani o'zimizning tashkiliy sistemaviy va ommaviy asosimiz orqali ko'pchilik isbotlab bersak, dunyoni ishondira olsak, bu chaqda biz o'zimizning insoniy sharafini qozona olamiz, farzandlarimizga tinchlik va muhabbat bilan to'lgan suyimli vatanimizni qoldira olamiz. Davlatchilik, adolat, farosat, birlik bu muqaddas yo'limizga birdan bir ko'rik. Şuna men o'zimizning davlatchiligini o'zimizning tibki ideologiyasi qilishga qarshini, adolatni atrofimizga qarindoshlarimizga, vatanparvarlikni ko'zlab atrofimizga har bir qarindoshlarimizga tatbiqlashni, farosat orqali ishlarimizni dunyoning umumiy yo'nalishi va Xitoyning qarshisidagi bizni ittifoqlashgan kuchli Amerika o'xshash g'arb davlatlari bilan uzoqcha mahkam tavranmay turib ittifoqlasha oladigan bir farosatni o'tirib qo'yishni va mush farosat asosida hammamiz qo'lni qo'lga tutishib birlikni yaratishni asos qilishimiz kerak deb qaraymiz. Keyingi bet ko'rsak, endi Sharq Turkiston Cumhuriyetçilik Partiyasining nazaridagi Sharqiy Turkiston BDT nizomnomasini, xalqaro kishilik huquq ahdnomasini, dunyoning ko'p xilligini, boshqa davlatlarning mustaqilligini hurmat qiladigan tinchlik suyar bir jumhuriyat bo'ladi. Chunki dunyodagi BDTda masalan hozir 190 necha davlat, 200 ga yaqin davlat va rayon a'zo bo'lib turibdi. Bularning o'rtaq prinsipi mayli amal qilasinda, qilinmasinda BDT nizomnomasi degan bir nizomnoma bor. Bu BDT nizomnomasida asos qilib xalqaro qonun davlatlarning ichki qonunidan ustun bo'lishi kerak deb belgilangan. Bu kishilik huquq va dunyoning ko'p xilligi, e'tiqodning ko'p xilligiga hurmat qilish qatorli narsalar amaliyotda dunyoning o'rtaq e'tirof qilingan qimmat qarashi. Biz mushu qimmat qarashini asos qilmay turib, o'zimizning mustaqillik ko'rishini va o'zimizning BDTga a'zo bir davlat sifatida mustaqil davlatimizni qurish arzumizda o'tirib qo'ya olmaymiz. Shunlashqa Sharq Turkiston Cumhuriyet Partiyasi insonlarning bexatarligini, insonlarning sijil taraqqiyot qilish huquqini, tinchlik, kishilik huquq va iqtisodiy yo'nalishdan iborat BDTning asos xartiyasidagi bu nizomnomalarni o'zimizning asos nishoni va Sharq Turkistonning g'oyamizdagi Sharq Turkistonning asosiy prinsipi deb belgiladik. Ya'ni biz xalqaro qonunga hurmat qilamiz, xalqaro sud mahkamasi orqali ish olib boramiz va bu orqali o'zimizning qonuniy tinchlik suyar bir davlat bo'lganligimizni BDT ramkasi ichidagi BDTni eng mutlaq himoya qiladigan, BDTni hurmat qiladigan bir davlat bo'lishni o'tirib qo'yamiz. Yani bu demek için nurg'un kishilar so'zlaydi, BDTda Xitoymi alqo'sh davlat bo'lsa, Rusdek bir demokratiyani asosini qilayotgan bir davlatmi bor, yana nurg'un jumhuriyatni asosini qilayotgan davlatlar bor, demokratiyani asosini qilayotgan davlatlar bor. Undaq o'z ular bilan ham bir saf turamsa deb. Ha, ular BDTga a'zo turibdi, ammo ular BDTning a'zosi bo'lgan bilan BDTning xartiyasiga, BDTning umumiy nizomnomasiga amal qilganlar emas. Hatta Xitoyning BDTdagi qonuniy huquqi e'tirof qilinmagan. Ta ki 76-yılga kadar ameliyatda reallıqda mevcut turayotgan bir kuchni sirtida qoldirsak, bu masalani hal qilishni yo'lamaskan deb qaraganlikdan yana demokratiya prinsipini asos qilib turib, mayli ma sarang bo'lsin, biz buni sarang deb osh qo'ymaylik deb arga kelib BDT bir kishi o'rin berdi. Bu qandaqdir Xitoyning BDTning umumiy nizomnomasiga uyg'un bir davlat ekanligini bildirmaydi. Buni BDT qurish qatnashgan ayni vaqt davlatlarning hammasi obdan bildi. BDT Cumhuriyet prinsipidagi bexatarlik, sijil taraqqiyot va kishilik huquq kafolatiga qilingan bir jumhuriyat sistemi davlatlardan qurilgan bir qurilma qoida bo'yicha. Ammo hozir buning qurilmasi aslini ustun qilib etildi. Biz g'oyamizlik Sharq Turkiston orqali BDTning aslidagi g'oyasini hurmat qilamiz, BDTning qurilishidagi aslidagi g'oyasini himoya qilamiz. Herkes Xitoyga o'xshash jumhuriyat dunyodagi zo'ravon davlat bo'lishni istaydigan va yoki ma'lum bir mustabid davlatga o'xshash o'zimizning g'oyasini dunyodagi g'oyalardan ustun, o'zimizning ideyasini dunyodagi boshqa davlatlarning ideyasidan ustun deb qaraydigan mustabidlikka o'zimizning ideyasiga maftun bo'lib, boshqa ideyasini
kamsitadigan bu xil talbilikka xo'sh deymiz. Biz bu jihatni aytgan chog'da BDTga haqiqiy a'zo bo'lish tegishli bir kuch sifatida o'tirg'i chiqamiz. Ya'ni BDTning nizomnomlari biz mudofaa qiladigan, biz qo'llaydigan qimmat qarashlarimizdir. Keyingi betga o'taylik. G'oyimizdagi Sharqiy Turkiston davlat deganda fuqarolarning tarkib topi bu bir davlat. G'oyimizdagi Sharqiy Turkistonning fuqarolari ikkinchi jumhuriyat davridan ilgari o'ltiralashgan Sharqiy Turkistonlikni asos qiladi. Ya'ni qondoshlik vatandoshlik sistemasi deymiz. Ya'ni buni qadimgi Greklar Jansanguinis deydi ekan. Ya'ni Jansanguinis deb qo'ydi. Bu degan gap dunyoda hozir bir necha xil fuqarolik sistemasi bor. Masalan, Amerika qator davlatlarda har qanday bir odam Amerika tug'ilgan bo'lsa, u odam Amerika fuqarosi bo'la oladi. Ammo yana ba'zi bir ko'p qism davlatlarda, masalan, Gollandiya, Germaniya qatorliq Yevropadagi bir qism kon davlatlarda qon sistemasini asos qilgan bir tuzum bor. Ya'ni ota-onasi germaniyalik bo'lsa, bu bal germaniyalik bo'la oladi va ota-onasi gollandiyalik bo'lsa, bu bal gollandiyalik bo'la oladi. Agar ota-onasi gollandiyalik bo'lmasa, u odam Gollandiyada tug'ilgan taqdirdami, toki ota-onasi qonunli Gollandiya fuqarosi aylangan qadar u odam qonunli Gollandiya fuqarosi bo'la olmaydi. Shunga buni biz ko'ni tuproq va yangi tuproq vatandoshlik deb qaraymiz. Ko'ni tuproq vatandoshlik deganda an'anaviy shu zaminda yashayotgan kishilar tomonidan qurilgan davlatlar, masalan, Gollandiya, Germaniyaga o'xshash. Yoki Hindistonga o'xshash, Pokistonga o'xshash degandek Turkiya. Endi bu qon sistemasini asos qilgan bu davlatlar, masalan, Turkiya ham shuning ichida. Bular asosan bu davlatda qonunsiz ko'chmanlarni va bu davlatda tug'ilib qolgan qonunsiz ko'chmanlarning bolalarni e'tirof qilmasligini o'zining asosiy prinsip qiladi. Ammo Amerika o'xshash yangi tuproq, ya'ni yangi bayqalgan tuproq, Amerika, Avstraliya, Kanada o'xshash bu davlatlarning hammasi shu davlatda yangi odamlarning yashash huquqini kafaratiga qildi. Şoň biz bu döwletlerni islep bizge muşu kandaşlyk vatandaşlyk ýani ikinji jumhuriyet ýani 1946-njy ýyly 11 bitim imzalanýandan burunky aş jumhuriyet döwrimizdäki fuqaralaryny asas kılmyz we ulanyň balbaklarynyň aş döwletde ýaşaş hukuky boldy. Mäli bular näde bolgan boluşyna gatnaşy nazar. Eger har kandak bir insan özüniň aty-bobasynyň aş döwrde ikinji jumhuriyetden burun tugulganlygyny ispatlap bererse, biz onuň fuqarallyk hukugyny itiraf kılmyz. Onun dini bilen, itiqady bilen, milleti bilen hesaplaşmaýmyz. Ýani o Tungan bolamdy, Mongol bolamdy, hesaplaşyp boltamaymyz. Yani bazenler deyiş mümkün Xitaylar çöylep soraydı bizden enikla. Biz deyimiz ki o çağda Xitayların umum nüfusu vatan nüfusu 2%'ti. 46-njy ýyly 2% Xitaynyň nüfusu. Eger bu 2% Xitaynyň ablatlarynyň içinde Xitay Kompartiýasynyň bizni beswelişi hamkarlaşmagan, düşman bilen til biriktirmegen, Şerqi Türkistanyň mustaqil bir jumhuriyet boluş ýaşaş hukugyny itiraf kılan bir fuqara bolsa, bizni albatta fuqara hukugyny itiraf kılmyz. Gap ýok. Biz ideýa tüpäli emas, belki döwletimizin mustaqilligini qogdaş we kanunluk bolgan özümizden kandaşlyk vatandaşlyk sistemini qogdaşny bizning asas prinsipimiz dep garaýmyz. Ýani bunda bolgan çagda bizning vatanyň menfaati hakyky qogdul dep garaýman. Nurgun kişiler diýdi, anda bolsa watanny setişke urnup atgan bu adamlar kandak kılsalar dep. Dünýädäki birmi döwlet watanyň mustaqilligini itiraf kılmaýan bir kişiге özüniň kanunluk furalyk salahyýatyny bermeýdi we ony jinaýat dep garaýdy. Dünyada her kandak bir döwlet, nawada döwletiň fuqaralary o döwletiň mustaqilligini hiç kimge arzymaýan bir näse dep garsa, onuň hukuk bermeýdi, belki ony jinaýatçy dep garaýdy. Men demokratiýa dep çokan selip atgan, vay demokratiýa çokuny selip atgan, kişilik hukuk çokuny selip atganlarmy bizning aramyzda urunç kerek degenlerge diýdigan gepim. Ular bulut albatta ulanyň sözleş erkinligini hörmet kılymyz. Tünegi bu pikirini oturup koydum. Ulanyň sözleş erkinligini hörmet kılymyz. Ular kandak iş boluverdi. Amma döwletke satqynlyk kılış hukuky bolmaýdy hiç kandak insandan. Dünyada hiç kandak bir döwletniň asas kanuny bu döwletniň fuqaralarynyň o döwletke satqynlyk kılışyny we bu döwletniň mustaqilligini başgalarga setip etişini kanunlyk dep garamaydy. Bizmi şu. Yeni bir jihatdan Şarqy Türkistan Cumhuriyetçilik Partiyasi hukuk tuluk üçge aýrylylan parlament tüzümlik jumhuriyet boldy. Ýani gaýymyzdyk Şarqy Türkistan Cumhuriyeti hukuk tuluk üçge aýrylylan parlament tüzümlik hakyky bir jumhuriyet boldy. Bunu baýatyn dep ötdim, tekrarlamaýman. Ýani bizning prinsiplerimizden biri gaýymyzdyk Şarqy Türkistanda Xitaynyň Şarqy Türkistan beswelingan mezgildeki irqi kırgınçylyk jinaýatlary halkara sotynyň gün tertibiga turguzyp gatlyk sürüş kılındy. Şinsa öldürüp atgan ziýanlarymyzdan tatyp, Gomundan turmada öldürüp atgan lütfulama taleplerimizden tatyp, medeniýet inqilaby we kiyin hazır kadar ramyşyp atgan Xitaynyň barlyk kırgınçylykyny hesabyny biz unutup kalmaýmyz we buny asas kanunyna kirgizmez. Meýli Amerika aşyrşa şaraplarymyzdan gatnaşy nazar biz bu hesapny unda asan boldy kılmaýmyz. Biz halkara kanuny tertiplerge asasan huddy İsrailiýanyň döwlet kanununda uruş jinaýatlarynyň kanuny hazır kadar ýüzüp atkanga okşaş, uruş jinaýatlarynyň jogapkarlygy hazır kadar sürüş kılınyp atkanga okşaş, biz buny ýene dowamly sürüş kılymyz we buny döwletiň asas kanununda adak sürüş kılgan asas prinsip kılymyz.
keyingi bet ko'rsak. Biz bayatın g'oyamizlik Sharq Turkistonning masalasini o'tirib qo'ygan o'xshash, hozirgi partiyani idora qilish sistemimizni tushuntirsak, biz partiyani shaxs orqali emas, g'oya nishon va tuzum orqali idora qilishni xohlaymiz. Bu orqali hozir men tuvan degan tafsilga to'xtalaman. Biz yana partiyada plan bo'lish, doklad bo'lish, mukofot, jazo, intizom aniq bo'lish iborat bir sistemni qo'llanamiz. Chunki bizning tashkilotlarimizning nurg'unlarida hozir qadar ishlarimizni yurishmasligiga sabab bayatın deb aytgan o'xshash, ulug'vor bir shorni o'tirib qo'yish, ammo shorni amalga oshirish uchun qadam bosqichni bosmaslik. Agar plan bo'lmasa, 5 yillik plan, 10 yillik plan va yoki 1-2 yillik plan bo'lmasa, doklad bo'lmasa, sen o'tgan 10 yilda ish qilding, o'tgan 4 yilda ish qilding, o'tgan 1 yilda ish qilding yoki o'tgan oyda ish qilding. Plan bo'lmasa, mukofot, jazo, intizom aniq bo'lmasa, bu tashkilotning bir ishni qila olishini umid kutish mumkinmi? Demek partiyanın programmasi har qancha ulug'ib ketganidan qat'iy nazar, navbat uning plan, doklad, mukofot, jazo, intizom bo'lmasa, u hech qanday ishni ta'virtanmaydi. Şoň biz barlyk ziddiyatlarimizni vatan uchun qurbon qilib, nafratimizni faqat va faqat Xitoy tajovuzlariga qarshi bir ichki programmalar asos qiladigan bo'lsak, bizda planni topshirish ochiq kelib qoladigan, doklad va ochiq kelib qoladigan odamlarni buzishni oldini olaymiz. Agar qandaqki bir vatanparvar planini topshirish va yoki dokladni topshirish ochiq kelib qolsa, undaq bir vatanparvar emas, u bir shaxsiyatchi. O bir şöhretperest. Şoňa vatanperver deyatgan bir adam özüniň iqtidaryny mölçerleşini bilişi ve özüniň iqtidaryna ýarşa bir näsini oturup goýuşy. Eger hiç qanday iqtidar bolmagan taqdirmi, meni zady nimäge taksim kılyslar dep vatanperver insanlarny qyshyp kirip wezip tapşyranmagy lazım. Şoňa her qanday bir vatanperverge nisbeten men nöwetdiki meseleni bizning qanday ajizligimiz, iqtidarsızlygymız, ýeşimizin kiçikligi, okuşymyzyň bitmeýänligi degендek sebäpler bizning bahanemiz bolup kalydy dep garaýman. Bizki bahane mevcut emas. Vatanperver bir insana nispeten men aldığım katım bir makalemde mevcut ettim. Sadır Palvan'ın vatanperver bulaldı bir savaşsız insan. Sadır Palvan'ın devrinde nurgun bilimlik funkçilavatı, çın sarası orducu bir tercümanlık kılıdığan. Nurgun mollalavatı şiir yazgan. Kani ola? Yani Nuzgum'un epey etaylı, Nuzgum bir adli kızı bala. O vatanperver bulaldı. Müminin muamuzluk kişini okulduk, 14 yaşlık ösmür vatanperver bulaldı. Bir insanın vatanperver buluş için bunun alaylı iktidarlı buluşu, bay buluşu veya her qanday bir narsa küçük gerek emas. Hazır vatanperver buluşunu xalasa, hazır vatanperver bolardı her qanday bir insan. Biz bularni qarşı alamiz. Tamam. Keyingi bet görsek. O hazırla bola alaydı degan meseleler. Bayatınki planni topshirish o'tirishdagi Ya o planni haqida bexatarlikni qanday kafolat qilish to'g'risida bir o'ylanish bormi qanday? Biz plan topshirish qatorliqlarni vazifa olgan odamlarga deymiz. Vazifaga kishilar ko'rsatdi va biz taklif qilamiz. Biz planni va dokladni vazifa topshirib olganlardan olamiz. Hergiz qo'llovchilardan emas. Biz ularga hisob beramiz. Ya'ni bizning nazarimizda partiyaning rahbarlari jinoyatchi. Biz ularni sotlab turamiz har qachon. Yani partiyanın yadrosidagi her bir adamlar biz partiyanın rahbarlari deb qo'yli, yuqori qatlamdagi insonlarni bularni ham jinoyatchi emaslar. Men o'xshash, men yuqori qatlam deb qarasam navada men ideyani o'tirib qo'yishni ustim bilan o'zim o'tirib qo'ygan har bir ideyani hisobini o'raman. Men jinoyat sotlashga tayyor turman har qachon. Xalq, ya'ni bizning partiyaning a'zolari har qachon bizni sotlab, "Ha, devatdingmi, qilmadingmi? Amalga oshirmading, bizning g'oyamiz, planimiz qani? Sen devatgan o'z gapning natijasi qani? Har qachon meni sotlab turdi" degan gap. Şoňa bizning tashkiliy qurilmamiz hozir men ko'rsatgan o'xshash qandaqdir bir odam ideya taqib qolgan o deb chavoqchalib uning chavoqchalgan tashkiliy qurilma emas. Ya'ni bizda Piravin yo'q, bizda Stalin yo'q va yoki Gitler yo'q. Şoň bu sistemni biz rad qilamiz asli qo'ygan xato belgisini urib qo'ydim. Xo'sh. Tamam. Keyingi betma? Bu xaritin ko'rinib turdi. An'anaviy tashkiliy qurilmada bir adam boshliq bo'ladi, ishkatal muavin bo'ladi, bir 4-5 adam bilan bir umumiy gavda yurishidi. Endi bu ma'lum jihatda aytgancha ihramga o'xshash taq dastlab turgan ya yo'q ahvol ostida. Ya'ni Amerikaga o'xshash davlatning kuchi va yoki parlamentning a'zolarini kontrol qilib turadigan va ularga kuch beradigan cho'ng bir xalq va cho'ng bir davlat yo'q ahvol ostida nimaga aylandi desangiz, bu bir osqushga aylandi bu. Ya'ni eng ustidagi odamga butul ostidagi odamlar esiladi-da.
Agar bu tushunishsiz bo'lib qolgan bo'lsa, biz piramida shakllik an'anaviy o'quv yurgish sistemasida biz piramidani yuqoridan qaraydigan bo'lsak, ko'z oldiga keldi balkim teatr qo'yilgan bir konus shaklida bo'ladi. Butkul besim ash cho'qqilik qizil nuqtaga keladi. Bu chog'da bu besim bardash ko'rmaydi. Bu o'disini chiqamaydi bu xizmatni. Shuning bilan qanday bo'ladi? Atrofdagi buni qo'llovchilar gunohni ma'noga atib qo'ydi. Nimishqa aqmidi desa, "Moshgu yaxshi qilmadi" deb beshiga atib qo'ydi-da. Amaliyot bu rahbar bo'lgan odam til haqoratga qoladi. Masalan, bizning Robiya xonim uzun mezgil bizga liderlik qildi. Qon tarini singdirdi, nurg'un badanlarni berdi. Eng oxirida biz ishning ahmoqligini hammasini shu Robiya Qodir xonimni ko'rib, hammamiz tillashga boshladik. Arimiz bundaq shaxsi az emas. 5 yil tashlab mangdigandan keyin haq uni beshqab ko'tirish tugul uni tillashga boshladi. Bu bizning rahbarlik sistemimizdan kelib chiqqan masala. Navoid biz sistemni to'g'ri qartib, mas'uliyatni birli odam ustiga olgan sistemidan ostiga tushaylik. Keyingi betgimi? Keyingi bet. Yani bu bizim partiyanın tashkiliy qurilmasi, biz o'rtaq nishonni, ya'ni vatanning mustaqilligidan iborat mushu o'rtaq nishonni o'zimizni maqsad qildik. Mushu nishon bizning rahbarimiz. Mushu nishon bizni boshqardi. Ba'zanlar deydi, rahbari yo'q, hech qanday ish bo'ladi, sen qiziqkansan dedi. Men tunugi misol qildim. Musulmonlarning bugungi kunida rahbari yo'q. Bular Qur'onni rahbar qilib ketyapmamdi. Biz vatanning mustaqilligini o'zimizning asos nizomnomamizga aylantirgan vaqtda, masalan bir misol, bizning orqamizda bir top bor vatandagi vaqtda bu topda bir qalayimqan gap qilibdi. Hammalar bas-bas tillab ketdik, daral chiqarib atdik-da uni. Masalan, Mao'ning Xitoy butun huquqni olib kirib Qo'g'ofonga markazlashtirib qo'ydi. Siz ish boshqarsangiz men xotirjam bo'lmayman deb ashuni huquqni berib qo'ydi shundami? Ammo Xitoy Mao'ning davrida va yoki shu zuniy yig'in davrida noit sistemli qilib bular kollektiv orqali rahbarlik qilgan bir sistemni turg'izib olgan. Shunga bularda Shimol Chavshanga o'xshash huquq markazlashib, u odamning bolasi akandning navrisi chiqib hokimiyat yurgizgan u sistemi to'g'zilmadi. Şoň Xitayda oxşamagan familiyadagi odamlar rahbar bo'lyapti-da. Endi Mao'ning Qo'g'ofonga to'xtab qo'yishlikni aqbat qanday bo'ldi? Qo'g'ofonning ideyasi asosiy programmaning ideyasi bilan o'xshash bo'lmaydi. Hammalar birga olib taxtdan tushiryapti uni. Ya'ni bizga ideya yetakchi bo'lgan chaqda, mayli men o'lib ketgan bo'lay, mayli bizning rahbarimiz qolmagan bo'lsin, ash ideyaga xilop hech qanday odam bizning yadroga kirmaydi. Ash partiyaning asos nizomnomasi, partiyaning asos ideyasi va bizning davlatimizning mustaqilligiga bo'lgan o'tdak talpinishimiz bizning orimizni saqlashga yetib boshladi. Partiyaning asos programmasiga xilop bo'lgan, davlatimizning mustaqillik ideyasiga zid bo'lgan harakatlarni qilgan odamni qolgan yadrodagi a'zolar birga olib taxtdan tashlab yetalaydi. U bizni oldirolmaydi bu chaqda. Şoň men şäxsiga qaraganda ideya muqaddas bo'ladi deb qarayman. Keyingi bet kötəyle. Men tünügün partiya bilen təşkilatlarının təşkili qurilmasi farqını dep ötdüm. Endi bugün men təşkili qurilmani təfsil düşendirib ötsem, partiya içilik təşkili qurilmi xuddi demokrat dövlətlerdeki təşkili qurilmaga oxşaşla avazdan intizamdan ve icradan terkip tapıdı. Yani bu mundaqça aytgan çağda biz Cumhuriyet aqidasini partiyanın içki qismiga qadar to'liq singdirdik deb qarayman. Yani partiya yadrosi joy-joylardagi iqtidorli partiya a'zolarining ichidan joy-joylardagi masalan Gollandiyada, Utrechtda markaz qilgan bir turkum a'zolarimiz var, Amsterdamda bir turkum a'zolarimiz var ve yoki Eindhovenda bir turkum a'zolarimiz var deb qarsak, Eindhovendagi a'zolarimizda ve yoki taxim tushunish qilib aytilib bir davlatning bir necha shaharda, har bir shaharda birdan tarmoq tashkilotimiz bor deb qarsak, tarmoq tashkilotining ichidagi eng iqtidorli odamlar yig'ilib, bu davlatning tashkilotini barliqqa keltirdi. Bu davlatning tashkilotining ichidagi eng iqtidorli odamlar birlashib, bizning partiya yadrosini shakllantirdi. Bunda aholasida har qanday bir odamning xatoligi, har qanday bir odamning ideya o'xshamasligi u yerda bazo topolmaydi. Partiyaning o'rtaq programmasiga, davlatimizning mustaqil ideyasiga mas kelgan insonlar yig'ilgan bir partiya bo'lgandan keyin bu u ideyaga mas kelmaydigan odamlar tashlab turolmaydi uning ichida. Ya'ni suv yo'q yerda beliq hayot kechirolmaydi. Biz suvni barliqqa keltiramiz, beliqni yashitimiz shuning ichida. Agar men suv yo'q yerda yashaydim deydigan beliq bo'lsa, u suvning ichida hayot kechirolmaydi. Oksigen yetishmaydi uningda. Bu ayrilish majbur bo'ldi. Şoň biz özümizin ideyasini yadro holatı bir sesini barliqqa keltirdik ve bu yerda biz partiyanın intizam raisini partiyanın umumiy yadrosini sirtida tutamiz. Umumiy yadro orqali saylab chiqildi. Intizam raisi har qachon xuddi bir davlatning ajal sistemiga o'xshash partiya a'zolarining intizamini nazorat qiladi.
Andan keyin amaliy ijrochi desa partiya yadrosi palonning bu ishda iqtidori bor, palonning inglizcha yaxshi, paloni hisobotni obdan qila oladi, paloni planni obdan tuzalaydi, paloni so'zni yaxshi qila oladi deb qarab har bir odamning iqtidori va talbiga asosan ijro guruhisini ta'sis qiladi. Bu ijro guruhi qandaqdir bizning urug'liqimiz bilan, mening aloqalarim bilan bo'lmaydi, balki iqtidorga asosan shakllanadi, men tunugun deganga o'xshash. Bu chaqda bizning ijro kollektivimiz xuddi bir shirkatning kasbiy direktorlariga o'xshash partiyaning xizmatini yurishtirdi, bizning mustaqil harakatimizni yurishtirib etmadi. Bularning iqtidorsizligiga to'sqinlik bo'lmaydi. Bularning ideyasi mi kerak emas u chaqda. Balkim bu biz ijro kollektiviga chet elliklarni taklif qilishimiz mumkin vaqt kelib qolsa. Chunki bizning maqsadimiz aniq, nishonimiz aniq, planimiz aniq. Buni yurishtiradigan odam kela lozimdir. Undaq bu yurishtiradigan odam, mayli biz masalan muayyan bir nishonni ko'zladik. Masalan Amerikaga berishini xohladik. Bu o'ttirdagi odamlar hammasi bosib nishon belgilanib bo'ldimi o'xshash. U yerda biz aeroplanda borimizmi, paroxodda borimizmi va yoki mashinada borimizmi qatorliq narsalarning hammasi bu bizning vositamiz bo'ladi degan gap. Shu bu yerda bizning ijro qo'shinimizning iqtidori yetarli bo'lsa bo'ldi, ijro qo'shinining ideyasini yangi partiya yadrosi kontrol qiladi. Sirtqi ovoz partiya yadrosidan chiqadi, ijro qo'shinidan emas. Ijro qo'shini faqat partiya yadrosi tasdiqlagan gaplarni deydi. Ya'ni bu bunday aytgan chaqda zamonaviy korxona boshqarish sistemiga o'xshab ketadi. Ya'ni Sharq Turkistonning mustaqilligi shirkatning foydasi deb qarasak, Sharq Turkiston Cumhuriyetçiler Partiyasining barliq a'zolari buningki paychiklari deb qarasak, bu shirkatning paychiklari qanday qilib shirkatni ko'p foyda olishini o'ylaydi. Ya'ni Sharq Turkistonning mustaqilligini amalga oshirishni o'ylaydi. Shirkatga biz direktor taklif qilamiz, kim iqtidorli bo'lsa shuni. Shu orqali biz mustaqilligini yutishtiramiz. Menimcha zamonaviy boshqarish sistemasi bo'lgan, shirkatlarning yurish sistemasi, ya'ni ideya ayrim bo'lgan, boshqarish sistemasi ayrim bo'lgan ve adliya ayrim bo'lgan bu sistemini partiyaning ichki qismiga to'liq o'zlashtirib deb qarayman. Agar mush sistemimizni ma'lumsak, bizning oldimizdagi to'salg'ular bir-birlab yanchilib tashlandi. Bizning iqtidorsizligimiz bizni tushab qo'ymaydi, bizning ideyamizga xatoliklar bizning ijroyimizga to'salg'u bo'lanmaydi. Mana bu bizning imbat ko'rsak, nurg'un odamlar deydi, bunday ahvolda ba'zanlar balkim buni ko'rib turayotganlar nurg'unlar bizning bexatarligimizga qanday kapolat qilsa deyish mumkin. A'zolarning maxfiyatligi va bexatarligi partiyaning hayoti. Bu mening 1988-yili islohotlarni qurgan vaqtimizga tashkilotimizning birinchi moddasidir. Ya'ni a'zolarning hayoti, ishchilarning hayoti deganda. Xudoga shukr 1988-yilda men bir odam kirdim turmaga. 1992-yilda men bir odam kirdim turmaga, partiyaning boshqa tashkilotlarda pash bo'lgan a'zolarning hammasi asosan o'zining yo'li bilan pash bo'ldi, partiyaning umumiy oltidan emas. Shunga men umuman o'ylaymanki, bu jihatda men vatandan kelgan 30 yillik tajriba ve tarixiy isbotlarim bor. Har qanday bir a'zoning maxfiyatligidan faqat kotib, partiyaning istixborot xodimi va arxiv saqlovchilar xabardor. Ya'ni bu xil ahvol ostida bizda navod men qaslib etilsam, tunugun bir xabarni ko'rdik, muayyan bir shirkatda kishilarning pulini hisobotini boshqargan bir shirkat barliq kelib ekan. Bu shirkatning barliq hisobotini bir odam bildiki, bu odam o'lib ketganligi tufayli bu shirkatning soliq ma'lumot yo'qolib ketib, nurg'un haqlar pulni ololmabdi. Bizda undaq ish bo'lmaydi. Biz huquqni ishqbozchilarga o'xshash maxfiyatlikni ishqbozchilaymiz, imtihondan o'tgan, vatanniki vaqtida kurashga atlangan va vatanniki vaqtida bomba partlamanda tutish buyrug'i chiqarilib, qochib yurib, eng oxiri Shvetsiyada o'tirishgan qayrilishimiz Abdushukur. Bu bizning vatandan tortib inqilobiy hisoblashimiz, biz vatandalar tunishimiz. Balkim shu chaqda xabaringizda bor, Abdushukur qayrilishimiz Aqsuda bomba yasaymizda, bomba sinab qilish jarayonida qayrilishimiz portlab o'lib ketib, Abdushukur shu payt tutish buyrug'i chiqarib, qochib yurib, Hindiston orqali chetlashish bo'lgan qayrilishimiz, nurg'un sinoqlardan o'tgan vatanparvar bir qayrilishimiz. Biz vatandan tortib tunishgan va bilishgan bo'g'ashqa va chet ellik nurg'un inqilobiy odamlarning siyosiy hayoti bilan Abdushukur yaxshi bilishgan bo'g'ashqa biz yaxshi hamkorlik o'rnatdik. Bu partiyamizning qo'lliq a'zolaridan biri. Şuna biz yana bir boshqalarni oshkorlashning o'rni yo'q. Xalqlik paytda men o'lib ketgan chaqda meni o'rnimga chiqadigan yana bir odam bo'ladi. Abdushukur o'lib ketgan chaqda Abdushukurning o'rniga chiqadigan yana bir odam bo'ladi. Ammo uni biz bunday aytgan chaqda ikki orqali birini to'liqlaymiz. Bir orqali ikkini to'liqlamaymiz. Bunday bo'lgan chaqda biz xatolikdan saqlanish bilan birga, partiya a'zolarining maxfiyatligini saqlash bilan birga yana partiyaning sondonining yo'qolib ketmasligi va bizning izlarimizning o'chib ketmasligi ishning yenidan boshlanmasligiga kafolat qila olamiz.
Şoňa birli wagtda men we Abdüşkür öp ketken taqdirdimi arqa saqlagıçy arqdan oturga çykyp, ýani özüniň kimni izleşini biledi. Jiddi paýtda men bolmasam we Abdüşkür bolmasa, o kimni izleş kerekligini biledi, gerçi başga näsini bilemizmi? O şunyň işlerini tapşyrdy, işini gaýtadan ýeňilip epaň alaýdy digen gep. Bu bizning watanlik nurgun sınaklardan ötken şu Xitaylaryň en qattiq rejim sistemisinin içidimi bexatar halda saqlanıp çıkarılgan bir sistema. Bu sistemin texnomu tafsilatını toplashına hacet yok dep garaýman. Biz watanlik ýan 30 ýyllyk tajribe we özümizning ameli pidakarlyk ispat arkaly bizning partiyamizga gatnaşdygan, bizning partiyamizning iqtisadi jihatdan we başga jihatdan gollaryň adamlaryny bexatarlygyna tolyk kapalat kılymyz. Şoňa maňa işlengen her qanday qeýrindişimiz partiýaga gatnaşyş hakynda iltimas sunyýbas bolady. Biz hazır keyinki basqyçga ötümiz. Uçup keteli bunu. Resim ayrılıp ketdi. Mana. Mana bu biz partiýanyň umumy kurulmasy dep garaýmyz. Huddy bu uşurny mustaqil okşaş bu bek köp teşkili kurulmagy misal kılındy. Partiýanyň emeli gäwdisi gaýat zor halatda bolady. Bunyň aşkar kısmy bolady uçida. Kişiler mesela maňa garap partiýanyň nişanyny, partiýanyň näde ekenligini bilişi mümkin. Eger mendek bir qargıtığını meni dep nişan bulup turup durgan bir adam bolmasmy biz nişanymyzy tapamaýmyz gaýdy. Şoň men janny alkan gepli çykdym oturga. Mana men nişan atsaň mana men dep. Men bir tarapdan Xitaynyň atylgan nişany bilen birlikde qeýryndaşlarymyzyň mundaşy etken çagda men nimege okşadymy özüm dese bir bayrak götürüp turgan bir askerge okşadymy. Muşagy jygylymyz biz. Men rehber emas, amma bayrak bizning rehberimiz. Muş bayrak bana ya biz jygyldygan ya şu. Bizim aşkar oluşumuzki sebebimiz mi şu? Yani partiyanın aşkar kısmı bulunduğu üstünde əzalarının bir kısmı ne vardı? Ben aşkar oluşunu kalayma. Canım pida boldu. Sen oluşun. Ben aşkar olup zaten başka neyimi kelsem derken pidakar kıyırınızın olursa elbette karşı alımız bu partinin aşkar kısmında əza oldu. Buludu. Ve ya ki bunun aşkar olması kıtıştı əzaken bu da yaparsak bunu siz hazır aşkar olmayın da aşkar kılmayın. Bu aslı tutturdu. Emini küçümüz bizim aslı tarafımızda. Şoň bundaq ahwalasynda nurgun əzalarny biz emini gäwdimizge mähbi azaq kabul kılymyz. Bu mähbi əzalarnyň özüniň ötäýdigan her xil wezipeleri, bäzileri ýalgyz iqtisadiýatyn wezip ötüş mümkin, gaýlary bizning ammawy planlarymyzny, siyasi planlarymyzny işgal etüş mümkin, bäzenleri kelgüsüdeki texim çoň planlarymyzny tärbik etüş mümkin, bäzenleri bizning düşmanymyz ýaqa kirip turup düşmanlarymyzni aldaş işletilişi mümkin. Bunu texim täpsili sözleşmemiz lazım yok. Ama her qanday bir teşkil kurulma hem aşkar kısmından hem emeli gäwdiden teşkil tapmys olmaýdy. Bizning hareketlerimizmi ve planlarımızmı aşkar plan ve mähbi plandan. Yığılışlarımızmı aşkar yığılış ve mähbi yığılışdan. Hareketlerimizmi aşkar plan, aşkar hareket ve mähbi plan, mähbi hareketlerden teşkil tapmys olmaýdy. Şoň men partiýa kirgan her bir qeýrindişimizge ulanyň bexatarlygy bizning tolyk kapalat kıldyganlygyga wäde berişlen birlikde bizning aşkarlamaydigan nurgun planlarımızdan balığı işini işkem çakırmı. Keyinki bet götəýli. Qandaq adam əza bolalaydy bolsa degan sualyny soraş mümkin bäzi qarindaşlarymız. Bunun mening berdigan jogabym Şerq Türkistanlyklaryň mustaqil döwlet kuruş hukuky üçin wagt tanlamay kuraş kılış hukukynyň barlygy gaýly bolgan. Birinji şert bu. Partiýanyň programmasy, teşkili, intizamy we nizamnamasyny ýetirap kıldygan. Özüniň ykdysadyny, özüniň bilimini, özüniň wagtyny we tajribesini Şerq Türkistanyň mustaqillygy üçin sarf kılışny galaýdygan. Muşu adam partiýaga äza boldy. Biz partiýaga äza boluş üçin Şerq Türkistanlyk boluşyny talap kılmaýmyz. Eger bir çet ellik Şerq Türkistanlyklaryň mustaqil döwlet kuruş hukuky bar dep garsa, o bizi gatnaşsa we partiýada ijra kollektivi gatnaşyp töp goýsa bolaýberdi. Huddy Betyon aynı vaqtda Cumhuriyet Partiyasının uruşuğa töp qoşqan oxşar. Çünki biz ittifaqlaşyşga muhtaç. Biz qoşunny quruşqa emas, qoşunny kengaytişga muhtaç. Şoň nişanymyz ortak bolgan her qandaq bir adam bizning partiýaga kelsa, partiýaga töp qoşsa, özüniň ykdydaryga ýarşa partiýa bir kiş orun jary kıldy boldy. Mäli dihan kelsin, mäli ösmür kelsin, mäli qeyri sakrap qalgan men emdi işgärmäýim dep jyglap atgan bir vatanperwer insan bolsun, eger o vatanga töp qoşyny qalsa partiýa onu kabul kılaýbermez. Onun özünün tegişli vazifesi var. Meyli onun sanı lazım bazı yerlerde iktisadı lazım, bazı yerlerde akli ve tecrübesi lazım. Keyinki bet görsek. Biz nurgun qarindaşlarımız oylaydı, bizning en son düşmanımız Xitay dep. To'g'ri. O bizning apbaşkar düşmanımız otorluq toplashning lazım yok. O bizning qalbimizga o'rnab ketgan düşmanımız. Onu qayta ta'kidlab yumsak, men maylan bilamiz. Bu nuqtada birlikka kelgan bir Uyg'ur yo'q.
Əmdiki gap biz deyotgan düşman bizning qasam berishdan burun biladigan bir 5 düşman qarshi deb 88-yil qurilgan bir düşmanimiz var. Buning texnik tafsiloti bilan bu yerda qisqachalam deyman. Bizning haqiqiy düşmanimiz amaliyotda mustaqil inqilobimizdagi o'zimizning xarakterdagi kamchilik va bo'shanliqlar. Biz ko'rib beqyapmiz. Masalan, sürgün hükümetning parakandichilik Xitoy tufayli kelib chiqdimi? Bizning jillarni yoq ish qilmasligimiz Xitoy tufayli kelib chiqdimi? Bu bizning iqtidorsizligimizdan, bu bizning xarakterimizning kamchilik tufayli kelib chiqqan nurg'un ishlar. Biz vatanni nima uchun ozod qilamiz? Xitoy bek kuchli qo'g'ash qilammi? Umu bir sababdir. Allohning qazo qadari albatta shon sababdan ishlik bir sabab. Ammo bizda masala yo'qmi? Sababni o'zimizdan izlememiz lazım. Biz qanchalik sabab qila oldik? Şuna men bu yerda bizning o'zimizning 5 düşman qarshini bir tafsili o'qib o'tsam deb qarayman. Yani bizning partiyada 5 düşman qarshi degan bir düşman qarshi var. Pasiflik, shaxsiyatchilik, tashkilsizlik. Biz buni manda qisqartamiz. Yani bizning partiya uzun mezgillik tashkilsiz hayotimiz, tashkilotlarimizning taraqqiyoti, mustaqillik orzuyimizning navbatdagi ahvolidan qaraganda, navbatda bizga asos kelayotgan xatarning tashqi dushmandimi bekerak, o'z xarakterimizni kamchilik va bo'shanliqlardan kelayotganligini ko'z tutamiz. Shaxsiyatimizni g'alaba qilolmay turib, hargiz vatan mustaqilligining dushmanligidan g'alaba qilolmaymiz. Bizning birinchi dushmanimiz mustaqil davlatimizning bo'lishini, hayotimizning, barlig'imizning ustun bilinmaganligimiz. Yani vatanni unutgan bir kun, amaliyot imonsiz o'tgan bir kunimiz bizning. Şu tapda vatanda milyondan ortiq qarindoshlarimiz turmida yetyapti. Milyondan ortiq qarindoshlarimiz vatanning ozodligi to'rt ko'z bilan tashna bo'lyapti, turmalar yig'layapti, duo qilyapti. Men ishonamanki, ularning duosini Alloh ijobat qiladi. Chunki men turmada o'zim shohid bo'lganga o'xshash sahobalardan qilishmaydigan esli qarindoshlarimiz bilan birga turdim. Ularning duosini ijobat olmaydiganligiga men ishonmayman. Uning ishongan ekanmiz, azod va so'z erkinligi kapalasiga bo'lgan mustaqil bir Sharqiy Turkiston Jumhuriyatini qurish bizning yashashimizning bir qimmati. Her bir günümüzün manası. Şoňa biz her bir gün hayat tutsak, bir gün vatanning gamini öz gamimiz dep bilimiz. Pasiflik bizning eng çoň düşmanimiz. Yani işlerge katnaşmaslyk, çakırqys bağmaslyk, pasiflik yani bizning eng çoň düşmanimiz. Eger muşu leksiyany anlaýatgan qarindaşlarymız özürik pasiflikni ýeňip, partiýaga katnaşyk jüret kıla alsa, siyasi hareket katnaşyk altına alsa, o çağda biz özümizden bir düşmanını yengen bolumuz. İkinci düşmanımız şahsiyetçilik. Şahsiyetimizden vaz geçip, özümüzün vataniga, özümüzün imaniga sadık bolanmaydigan bolsak, biz dünya ve ahiret xar bolamiz. Birleşiş bizning imani, vijdani, aqli ve imkani tanlashimiz. Bizning birleşmay imkoniyatimiz yok. Biz vatanning mustaqilligi uchun Sharq Turkiston Cumhuriyet Partiyasining nizomnomasini e'tirof qiladigan, birlashgan bo'ladigan barliq insonlarning hammasi bilan birlashmay bo'lmaydi. Chunki biz ojiz, birlashish orqali kuch yeyolmaymiz. Üçüncü düşmanımız teşkilsizlik. Yani mundaq aytganda çeçilangılık. Biz küçümüzü birlik keltirmey turib beçiqlanmaydiganımızı qayta takrarladık, amma biz hazırga kadar teşkilsizlik adatlilik. Teşkilatlarni zаңlı qiladigan, teşkilat qurus zаңlı qiladigan ba'zi ishlar o'tirib chiqyapti-da. Yana teşkilat quradigan gapmikan deb uni model. Sen teşkilat qurmay nima ish qilding? Biz qarindoshimiz manga dedi, "Voy, Nazbiddin sil chiqqandan yoqi bir yilni yoqib chep yurysizlar, nima ish qildinglar?" dedi-da. Qani vatan azod bo'lmadi-ku deyapti. Men ona dedim, "Ey qarindoshim, sen nima ish qilding anda bo'lsa?" dedim. Men hech bo'lmasa tirishdim. Xudoyimni oldiga borsam, men hech bo'lmaganda sen nima ish qilding desam, men mana tirishganlik ko'rsatdim deb hisobini o'ralayman. Sen balamni vaqtim, ishildim, pul topdim, qo'shimga yedim degandan boshqa qaysi ishing hisobini o'ralaysan dedim. Şoň men 3-nji düşmanymyz bizning tashkillanishga kelmasligimiz va chechlang'imiz deb qarayman va bu partiyaning asosiy nizomnomasida vatan mustaqilligining birliksiz, intizomsiz, plansiz barliq kelmaydiganligini tutunish kerak her bizimiz deb qarayman. Eğer biz nam şöhretimizden, şahsiy kerak kelmaydigan g'ururimizdan va iqtisodiy shaxsiyatimizdan voz kechmaydigan bo'lsak, o chaqda vatan mustaqillik uchun shehid bo'lgan ajdodlarimizga yuz kelmayli qolamiz. Biz her bir kunni bayatni deb o'tganga o'xshash vatanni g'amisiz o'tkazmaslikka nishon qilmay turib va har qanday badal bo'lsa
uni o'tashga, chuqur tashkillanishga, intizom ichida yashashga o'zimizni undamay turib, natija olmaymiz deb qarayman. Biz yana 4-chi dushmanimizni o'zimizning tavakkülchiligimizning yetarligi deb qaraymiz. Bu gapga ba'zanlar savol so'radi bizdan. Tavakkülchilik degan qandoq gap? Bu bizning haqiqiy dushmanimiz degan bizning ojizligimizdan kelyapti deb. Men unda qarmayman. Chingizxon kuchlikmidi? Ayni vaqtdagi Xitoyga söylashgan vaqtda Chingizxon kuchlikmidi, ojizmidi? Ojiz. Ojizdi. Ammo Chingizxon qanday qilib qildi? Uning ruhi kuchlikdi. İnsanın göçtün bitken bedeni hakikaten fevkalade aciz. Siz oylap bakın bir metr 70 yoki 75 kilogram bir insan qandaqsı ki dünyada Tinch okeandan tutup Atlantik okeanga cho'zilgan bir cho'ng imperiyani qura oladi. Odam oxiratini ko'z cho'chib ketadi. Menishqa insonning umri yorib olmaydigan bir cho'ng xaritini bir inson qandaq bo'ysundira oladi? Bu ruhning kuchi bu. Alloh taolo ruhini odamga berishdan burun odamning badani bir tuproqda, shundaymi? Tuproq qanchalik ojiz, qanchalik arzimas bir narsa u. Ruh kirgandan keyin muqaddas insonga aylandi. Siz bizga o'xshash insonlarning ichidan Alloh payg'ambarni tanladi. Siz bizga o'xshash insonlarni Alloh puylab turib barliq keltirdi-da. Bu muqaddas ruhning quvvatiga biz qarsak bo'lmaydi. Shunga biz tavakkülchilikni bilarsak, mayli men qanchalik ojiz bo'lay, zodi mustabqa tilay mening tegishli bir rolim bor bo'lsa deb qariy olsak, biz o'zimizning orqasidan joriy qila olamiz. Bir tal vinta arzimas bir narsa. Ammo u mashinaning halqliq bir joyiga o'rnashgan vaqtda tasavvur qilsa bir rolni o'tayolaydi. Bir tal vintini kamligi tufaylidan bir tal avtomobil harakatini qilish mumkin. Şuna men o'ylayman, har bir Sharq Turkistonning mustaqilligini orzu qiladigan inson mushu Sharq Turkiston mustaqilligini ishga oshiradigan motorliq mashinadagi bir vinta. Bu vinta o'zining rolini tunimig'i va men qayerga lozim deb kelmigi lozim. Eng oxirida ben yana bizning cho'ng kamchiligimizni o'zimizning vazifalarini o'rinlashda, partiyani insonni ishga oshirishda va bizning vatanimizning mustaqilligi uchun harakat qilishda izchillik bo'lmasligida deb qarayman. Ya shuna qardiq bu bizning 5 dushman qarshimizdagi 5-dushman. Bizning bir cho'ng dushmanimiz voz kechish. Aralliqsiz voz kechgan aranturimiz Ahmedi, Obamadi, bu bo'lmadi da. Lekin biz ko'rib baqatamizki, Ermenilarning Daşnak Zordon partiyasi 100 yilning irodasidan voz kechmadi. Biz 100 yil voz kechmaydigan bir iroda bo'lmagi lozim. Bir odam o'lib qolsa, bir odam sapdan chiqib qolsa, chaqab ketadigan ishni qilib qolsak, bizning ko'chalik matansidan payqimiz qolmaydi. Hatto Shimildek bir shirkat var 100 yillik davomlash mengatgan shunday emasmi? Dunyodagi nurg'un shirkatlarni ko'ramiz 100 yillab davomlashgan. Bir shirkat iqtisodiy manfaat uchun 100 yillab davomlasha oladi. Biz vatanni mustaqil qilishni iborat bu buyuk g'oya uchun jinimizni tikib qo'yib adaq davomlashgan bir yerlarni tiklayapmandoq. Bundan sonra qarindoshlarimiz qo'rqib ketmasin. Biz hayot vaqtimizda vatanning mustaqilligini ishga oshirishga harakat qilishimiz kerak. Agar undaq bo'lmasa, yana 20 yilda, yana 10 yilda vatanning kallik yo'qolib ketadi. Endi buni keyingi avlod qoldirib qo'yish bo'lmaydi buni. Biz 100 yillik tayyorlik bilan xuddi nima deymiz, ko'nlar bir gappa mangu o'lmaydigandek tijorat qil, at o'ladigandek ibodat qil deydigan. Biz at o'ladigandek jasorat bilan vatanning at o'lib ketsam qanday qilaman, vatanimni qanday yuzga olaman degan bir xil jiddiylik bilan vatanni ishga otsanligimiz lozim va shuning bilan birlikda bu irodada hargiz yerib qolmaydigan, hargiz to'xtab qolmaydigan bir irodani tiklamak lozim. Shunga bizda izchillik bo'lish kerak, voz kechishni o'zimizning dushmani deb qaraydigan bir mustahkam iroda bo'lish kerak. Shu chog'da biz o'zimizning vatanparvarligida rostchil bo'lgan rostchil ekanligimizni isbotlay olamiz. Endi men partiya haqida mushunchalik to'xtalay. Qolgan ishlarni qarindoshlar o'zining partiyaga a'zo bo'lish irodasi orqali kelsa, partiyaning yozma nizomnomasi orqali bilsa bo'ladi. Chunki partiyaning nizomnomasi oshkor narsa. Bu bizning planimiz emas. Bu bizning qadam bosqichimiz emas. Planlarning ichida oshkorlab Xitoyni qo'rqitgan, Xitoyni qarshisida qo'ygan planlarimiz bor. Shunga men oxirgi gapga o'tsam, mening deydiganim oldingi qatim bir yozmadimmi deb o'tdim. Qarindoshlarim, janjigar qarindoshlarim, bu yoqqa kelgan javobi kelish bo'lish kerak. Hargiz yaxshi dedingiz emas. Men tunugini yoq nurg'un telefonini topshirib oldim, bek yaxshi so'zladingiz deganlar bo'ldi. Men bu gapga asla ehtiyojim yo'q. Men o'zimni yaxshi deyotganligini va yaxshi deyotganligini baholash uchun so'zlamayapman bu yerda. Men sizni bu yoqqa kelsin deb so'zlayapman. Shunga mening kutadigan javobim yaxshi so'zladingiz emas hargiz. Menga o gapning keragi yo'q. Menga nima ish bor degan gap kerak menga. Qarindishim mening bunday iqtidorim men nima ish qila olaman? Men vatanni ozodlik uchun kurash qilgan bu mashinada qanday bir rolni o'tay olishim mumkin? Men qarindoshlarimdan bu javobni kutmayman. Shunga yana takrorlab qo'yma, bu yoqqa kelgan javobi kelish. Hargiz yaxshi dedingiz,
yaxshi dedingiz qarindishim deb başmaltaq verib qo'yish emas. Suhbatimiz tamam bo'lsin, savollarga javob bersak. Bu yoq kel degan so'zda chuqum kelishish kerakmi yoki uningdan yaxshi suhbat yoki uningdan yaxshi plan bo'lsin boramdiq. Yo, plan bo'z, planni da ağaç bilan albatta o'tira olishimiz. O chaqda beshimizni qilib ko'tirmizda. Chunki hozir qadar butun xalqlik ashundan men o'ynasam o'ynag'liq bo'lmas buzg'liq kelsang menga kel bo'lmasa nim kepti degan gap bo'ldi emasmi? Men debatman bu o kadar planlarni o'ttirib qo'ygandan keyingi xulosada yana buning bir o'rin bormi yo'qmi demoqchi. Menimcha tashkilsiz qarindoshlarimiz qaysi tashkilotni topolmayotgan qarindoshlarimizni partiyaga kelishini umid qilaman. Agar partiyaning nizomnomalarida o'zi xohlamaydigan bir taraf bo'lsa, partiyamiz o'z oldiga partiyaga qo'ysin mayli. Men eletin ko'rdim, bizning partiya nizomnomalarini ba'zilar ko'chirib chiqib partiya qurishni qo'yib chiqibdi. Endi partiyalar menimcha maqsad, nishoni, ish bilish usulini o'xshamasligi bilan partiya tashkillandi. O'rtaq maqsad, o'rtaq nishondagi odamlar odatda bir partiyaga tashkillanadi. Endi bu yerda zo'rlab men sening kayning kiramtimava deb o'ltirib biz partiya qurib olgan bo'lsak, o'chaq biz o'zimizning shuhratparastligini qandirish uchun harakat qilayotgan bo'lamiz. Bizning vatanparvarligimiz yolg'on bo'ladi. Agar meni o'ttirib qo'ygan programmada xatolik bo'lgan bo'lsa, sipimizga kelib meni ayblasa, mendan yaxshiroq bir planni o'ttirib qo'ysa, yadrodagi a'zolar voy Najmniki siz chatga chiqma alomatga desa, voy men qilib qolaman bir chatda albatta. Shunga men yanala ko'pchilikni agar ko'z qarashlarimiz o'xshash bo'lmasa, tutgan yo'limiz va nizomnomamizga o'xshash bo'lmasa, ko'pchilik ayrim partiya bo'lsa, bu mening tashabbuslarimdan biri. Men qaysi kun dedim-ku, bir partiyamiz bir necha partiya bo'lgan chog'da bu sog'lom bo'la oladi. Ammo men qarindoshlarimizning ichidagi bu mustaqillik ideyasi qarindoshlarimizning bir kuchli tashkilotning bo'lmaganligidan zaplanyapman-ku. Yasan qaysi kuni Salih Xudoyarning so'zlashi huquqi cheklanibdi degan bir xabar chiqdi. Bizning bir tashkilotimiz kuchli holatda o'tirg'i chiqib, buning bir bayonotdan biramidi va yoki o'z maydonini ifodalanmadi. Endi men taqib partiyaning kuchini ko'pchilik tunutib, bir o'tirib tutilib ketmagandan keyin mening ovozim ojiz bo'lg'achqa, men bu yerda faqat qarab turdim, ko'pchilikning sadosi chiqdi, demokratik sadosi chiqdi-da. Men haqiqatan mayli oqsoqchiroq bo'lsin, mayli logik masala bo'lsin, mayli saram bo'lsin, har qanday bir odamning so'zlash huquqi kabaratiga bo'lgan bir dunyoda qandoqsiz bir insonning so'zlash huquqining cheklanganligini qabul qilolmay qoldim. Endi mushundaq bir masalada bizning bir kuchli partiyamizning bo'lmasligi, bir tashkiliy organimizning igi chiqib bu ideyamizga o'tirib chiqolmasligi, aksiya bu ideyamizning bizning Zumrat Tursun qarindishimizga o'xshash va yoki boshqa yariy qarindishimizga o'xshash tillab urushib o'ynaydigan bir xalqning beshiga urilgan bir to'qmoq aylanib qolganligidan muqaddaslikdan iborat bu buyuk bir ideyaning to'g'ri bo'lmagan bir usul bilan qarindoshlarimizning ko'ngliga azob beradigan va bo'linishlik paydo qilgan bir narsa aylanib qolganligidan aytib beram. Men bu yerda ularga ko'nglimni bildirish, ularga hurmatimni bildirish, ya'ni Zumrat Tursun va boshqa qarindoshlarimizga hurmatimni bildirish bilan birga ularning usulining to'g'ri bo'lmaganligini eskartishni muvofiq deb qarayman. Biz to'g'ri degani o'tirga chiqqan ekanmiz, biz ishni to'g'ri qilmoqimiz lozim. Yaxshi ish qilish bir gap, ishni yaxshi qilish u yana bir gap. Biz yaxshi ishni qilish uchun chuqur ishni yaxshi qilishimiz kerak. To'g'ri usul bilan, qarindoshlik bilan, muhabbat bilan mustahkam irodamizni go'zal va ilmiy bir usul bilan, sistemlik bir shakl bilan o'tirib qo'yishimiz kerak deb qarayman. Shunga men bu yerda Salih qarindishimizni qo'llaydiganligimni, G'ulomkam hurmatimning borlig'ini va Uyg'urlarning boshqa joy-joylardagi cho'ng kichik tashkilotlarning xizmatini muayyanlashtirganligimni bildirish bilan birga qarindoshlarimizning texnik qattiq sistemaga kelishini, ishlarni planlab, sistemalik, tartiblik, ritmli qilib berish kerakligini va davoyimizda izchil va johil bo'lishimiz kerakligini ta'kidlamoqchi. So'zim tugadi, savollarga javob bersak, bo'lmasa tamomlasak bo'ldi. Sharq Turkiston Cumhuriyet Partiyasi haqidagi g'oya, plan projelarni asosan bir qur anglagan bo'ldik. Endi bu projeni hozir bugun xalqimizga tunji qatim ochiq oshkor shaklda bir e'lon qilingan bo'ldi bu, mukammal bir shaklda. Bugun kunimizga qadar maxfiy shaklda yoki yepiq shaklda har xil munosabatlarni o'rnatish orqali vatandoshlarimiz bilan fikr almashtirayotgan va bu ideyani tarqatayotgan bir harakat bor. Mevcut insonlarimiz ichidagi bilim odamlari va tashkilotlar orqali, jamiyatlar orqali xalqimizga belgilik xizmatlarni sunib kelgan so'z sahibi bo'lish salohiyatini hozirlagan salih insonlarimizdan kelgan inkaslar haqida o'zingizning og'zidan bir ikki og'iz anglab baqsak qandoq? Avval savolni bayatni yo'q tushgan savollar bormi yo'q?
Başka suallarni men udulluq yo'llab qo'ydim. Paç fransuz suallar. Ko'pinchisi qo'llaydiganligi, ne qanday aloqa qilishadiganligi qatorliq aynan o'xshash suallar. Aloqalash Facebook orqali messenger orqali alg'asin bo'ldi ehtiyot qilib ketgan bo'lsa nomerimni chiqarib qo'ying sal turib yoki nomerimni so'raganlar nomerim bilan ularni ayirmalab qoldi. Mening telefonimni aytib maxfi mening telefonimni anglab olamki deb ansirmasam bo'ldi. Telefonimda NATO ishlatayotgan bexatarlik sistemasi bor. Men ishlatayotgan bez shirkatimi NATO'ni mulozimat bilan ta'minlayotgan telegraf shirkati. Shunga agar Xitoy NATO'ni bilib oladi deb qaragan bo'lsa, unda bu dunyo tugabdi. Agar NATO'ning telefonini anglamaydigan bo'lsa Xitoy, men shu NATO'ni ishlatayotgan shu telegraf shirkatini mulozimat ishlatyapman. Menimcha buni Xitoy chaqchaqqa daraja yo'qnab ketamidi. Shunga bexatar olib qo'ymay mening telefonimni aloqa qilsangiz bo'ladi. Endi bu yerda mening deb qo'ydiganim men mashhur arboblarga, yozuvchi shoirlarga va yoki tashkilot boshliqlariga qaragan vaqtda oddiy xalqimizdan texnik ko'p umidni kutaman. Chunki bizning mashhur shaxslarimizding yillarni yoq da'voning besh juganda ko'rinayotgan odamlarimizning ish qilinmaydiganligini yillar isbotlab bo'ldi. Endi 10 yilni yoq 15 yilni yoq ish qilinmagan bo'lsa, u odamlar endi bunday kim u odamlarni ish qila olishni atayin. Men bu partiyani qurish jarayonida balkim ba'zi qarindoshlarimizning ko'ngli kelishi mumkin da'vo sepidiki. Endi u reallikni e'tirof qilmoq kerak. Siz ish qilinmaydiganligingizni isbotlab bo'ldingiz. 15 yilni yoq chet elda turibsiz, shu da'voning beshida yurdingiz, yugurib yurdingiz. Nima ish qildingiz? Endi balkim bu gapni meningdan 3 yildan keyin so'raysizlar, sen nima ish qildinglar? Men o'zimni markaz qilmoqchi emas, balki ularning usulida yetersizlik bor deb qaramoqchi. Balkim ularning g'oyasi to'g'ri bo'lishi mumkin. Usul to'g'ri bo'lmasa, g'oyamizning buyuk bo'lishi bizni hech narsaga olib bormaydi. Shundoq bir narsa unutib qolmaylikki, Falun Gongdek bir keraksiz tashkilot bor. 5-6 million odamni o'ziga agashtirib, necha 10 odamni o'ziga o't qo'yib o'lishga yetaklayoldi. Sistema to'g'ri, boshqarish to'g'ri, yetaklash to'g'ri bo'lganlikdan u kishidan safarbar qila oldi. Ammo yana dunyoda shunday odamlarni ko'ramiz, shunday to'g'ri e'tiqod mo'llamlarni ko'ramiz, atrofdagi butun odamlarni o'zida bizlar qiladigan. Hatto bolasini uradigan odamlar borda, namoz o'qimam desang qo'ydi. Tashabbus to'g'ri, ammo usul to'g'ri bo'lmasa, u aksi natija qozonish mumkin. Şoň biz toğry teşebbüs bilen işlerini toğry kıldan usulni birleştirmey turup netije kazanmayız. Şoň men aslidagi koni inqilobchilarga qaraganda balki yeni yillarni yoq inqilob ko'p aralashib ketmagan, ammo vatanning ishqida yurib pushilmayotgan shu qarindoshlarimizdan ko'proq umidni kutaman. Agar koni qarindoshlarimiz kelsa, albatta qo'limiz ko'ksimiz ularni albatta qarshi olamiz. Ammo mening his qilganim koni tashkilotlarning boshlig'ining ko'pinchisining ko'ziga men bir Hem bundaq desem ba'zanlarning ko'ngli kelmasin, ba'zanlar telefon qildi, tunigim bo'lmagan yoqqa. Men bularning ko'ziga bir qoral bo'lib ko'rinibdi menda. Voy, maguni adimijiqga gapni qil o'nglab qilar ekan. Meningdan foydalanishni plan so'qib ketdi-da ular. Qarindishim, men yurgimni ep chiqdim mayaga. Men ko'pchilik sung'ini mening bu planlarim vatanning ozodligi uchun o'ttirib qo'ygan men bir yurgim. Men bu yerda hech qanday suiqasdni planlamadim. Agar siz mening qishimga qarindoshlik uchun yurgingizda ekansiz, ikkimizning yuragi birga so'qib, birga o't chachidi. Birga nur chachidi. Agar siz mening qishimga suiqasdingizda ekansiz, mendan foydalanishni istagan bo'lsangiz, u chog'da siz xatolashgan bo'lasiz. Shunga men bu yerga haddidan ziyoda bak siyosiy bo'lib ketib, suiqasd ko'tarib kelgan odamlarni emas, balki o'zini qip-qizil yuragi bilan, samimiy, sodda yuragi bilan vatan uchun bir qilsam bo'ladi degan qarindoshlarimni chaqiraman. Tamam suallar bo'lmagan bo'lsa tugataylimi? Tarbiyalashga aloqador savol so'rabdi qarindoshlar. Bunga aloqador plan projelar bormi degan shaklda? Hozircha konkret plan tuzmadik, ammo joylarda biz tashkilotlarimizning qurilmasiga, tashkilotlarga kirgan odamlarning ahvoliga qarab turib, o'rganish guruhini o'rnashtirishimiz mumkin. Buni shu joyda turishlik odamlarimizning ahvoli belgilashi mumkin. Endi uningdan boshqa narsani men ko'pincha patiyaqinda kitobim chiqdi. Kitob chiqqandan keyin o'sha kitobning asosi o'qishlik qilib turib, biz o'zimizning davlatchilik ideyasini turg'izimiz deb qarayapman. Uning ustiga men bu yerda jakalab qo'ygan bir gap, biz Sharq Turkiston fuqarolik harakatini qo'zg'aymiz patiyaqinda. Men texnik ko'p Sharq Turkistonlikning va o'zini Sharq Turkiston fuqarosi deb qaraydigan qarindoshlarimizning bizga qatnashish orqali bizning butkul yer sharini qoplaydigan bu sadarimizga ommaviy asosdan birinchi qadamda birinchi pay o'qib etilishini umid qilaman. Dünyanın arkadaş yerlerinde her xil sohalarda izlenayotgan yoki ishlar bilan mashg'ulotlar bilan mashg'ul bo'layotgan jumladan ilm o'rganayotganlar haqida ularga qanday tavsiyalaringiz bor? Fikrlaringiz aloqador. Men oldin qatim bir yozmamda deb o'tdim. Bu vatan suyish kasb emas.
ba'zanlar vatansuhlik bo'lmaydigan siyosiy emas deb qo'ydi ekanchu. Bu vatansuhlik kasb emas. O insonlik burcu. Bizning ishimiz vatanning ishidan olqib o'tib, hatto chet elliklar yig'laydigan yerga yetdi. Ammo bizning odamlarimiz yig'layolmayotir. Buning mening aqlim hayron. Oldin qadim bir amerikalik jurnalist yig'lab ketdi, ko'pchilik yozadi va bir semizli jurnalist. Tunugun Kanadaning bosh ministri yig'ilgan suratni ko'rdim. Bir chet ellikni yig'latgan bu vatanning vaziyati bizni yig'iltanmidimi acaba? Agar yig'ilgan bo'lsak va yig'ilimiz rasul o'tgan bo'lsa, biz yig'lab o'ltiradigan ojizami? Ojiz emas, ojizami? Yig'ilmoq bilan birga mushuni turib, o'rnidan qopmoq lozimmi emasmi? Evet. Hozir qadar ishlatilmagan bilimning, hozir qadar kelmagan jasoratning, hozir qadar o'yg'onmagan o erkaklikning nima keragi bundan keyin millatda? Biz Uyg'ur degan bir millat yer yuzida yo'qolgan vaqtda undan keyin kelamdiq tashkillanishga. Undan keyin kelamdiq planga, harakatga. Şoň uyg'unishning vaqti kep o'tib ketgili uzun bo'ldi. İzninayotgan qarindoshlarimiz dadillik bilan o'tirg'uchisi bo'ladi menimcha. Agar o'tirg'uchidan qo'rqsa, men tuzgan har qanday bir plan bo'yicha maxfiy aloqalashib o'zining rolini joriy qilsa, o'zining tepkisini qo'ysa bo'laverdi. Bizning plan projektning g'oyat zo'r. Qarindoshlarimiz buni kelsa, har qanday birga tushlik o'z qiladigan ish chiqadi. Allah razı olsun. Bence bu alıqı tunca qatamlıq bir nem boğallığı üçün bu şekilde sual cevap qilish hozir biraz vaqtni biraz israf qilib ber. İkincisi, qarindoshlarimiz yangi uçqashdi bu fikrlar bilan deyli. Bu xil shakl bo'lganligi uchun biraz ularni bir hazm qilib bilish, savollar va muammolarni biraz reddilishga biraz ehtiyoji bor, vaqt ehtiyoji bor. Biz bir ar verip 3-nji qatimliq söhbetimizde lekin yig'ilgan toplam savollarga bir javoplasak, baştaqıllama? Bo'ladi. Unda bo'lsa suhbatni, ya'ni programmani bugun musha qadar qilsak, vaqtim va kech bo'lib ketdi. Qarindoshlarim yaxshi ko'rib berdi. Oxirgi so'zingiz bo'lsa olsak, bugun programmalar. Yani şu boyaq sözünü tekrarlayman. Bu yaxshi kelning javobi kelish bo'lish kerak. Herkes yaxshi dediniz emas. Tamam. Aqlga ishorat nadanga javoldiriz oldu. Ular siz musha uzatli. Ma'qul, Assalomu alaykum. Aziz qarindoshlar, ko'rguninglardek Sharq Turkiston Cumhuriyet Partiyasining qurg'uvchisi Najmiddin Shirif afandininki bayon qilishida onun izlanishleri ve proje şekilde hazırlanan Cumhuriyet Partiyasininki nizamnoma ve funksiyaları qatarlıq meselelerde yani bir sunum, yani bir savat anlagan bulduk. Programmanın aldın kısmı bilen keyinki kısmını, yani iki qatımlıq söhbet boldu. İkisini cemleştirip arka-arkadan yani bir-birisiga bağlanışıq yerleri var. Təfsili körüp çıqqandan keyin suallaryňlarny vatan milletiniň istiqbaly üçin peýda bolgan işçiňlardan kelgen Allah sizlerge ata kılgan his-tuygularyňlarny ortaklaşyp berseňler, bu hemmelerinin menfaati üçün təxmin yaxşı bir natija oturuğa çıkardı. Ama bulanlar sizlerine Cenab-ı Allah tapşırdı. Aldığımız günlerde tekrar ekranda görüşmekçi bolgan yeni programlarımız bilen yani yüz görüşemiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.